51-trek. O'sha janjaldan keyin Umar akam qozonni alohida qildi. Ammo deyarli har kuni ovqatni Oysira opa tayyorlab qo'yardi. Biz xotin yog' zavodida ishlaymiz. Ish og'irmas, havosi og'ir. Kun bo'yi kunjara hidi, yog' isi, sovun isi aralashib dimoqqa o'tirib qoladi. Odamning ko'ngli behuzur bo'lib ketadi. 3 oycha o'tgandan keyin ko'nglimning behuzur bo'lishi faqat zavoddagi islardan emasligini payqadim. Oysira opa rost aytgan ekan. Oyning 15i qorong'i bo'lsa, 15i yorug' ekan. Anor yegim kelardi. G'arq pishiqchilikda ko'zim yoridi. Xudo Muzaffarimning o'rniga o'rin farzand ato qildi. Qizchamning allaqayeri Muzaffarga o'xshab ketar edi. Umar akam haliyam davri kelishiga, ishlari gumbur bo'lib ketishiga ishonar, hadeganda omadi yurishmaganidan asabiylashar edi. Toshkentga serqatnov bo'lib qoldi. U yoqda dushmanlaringiz ko'p, nima qilasiz borib desam nuqul bitta gapni qaytarar edi. Ahmoq ekanman, shuncha yil yelib yugurib, xemiriga ham ega bo'lmabman. Mana endi hammasini zakonni qilaman. Esimda yo'q, bundan 3 yilmi 4 yil oldin Umar akam Toshkentga yana borib gap topib keldi. Ana u cho'log'ing uylanibdi, Ra'no. Nima ishim bor? Menga desa 100 marta uylanmaydimi? Nega endi mening cho'log'im bo'lar ekan? Ensab qotib indamagan edim, Umar akam kuldi. Kimga deb so'ramaysan ham? Robiyaga uylanibdi. Ana u Husan Dumaning asrandisi bor edi-ku, o'shanga. Darrov tug'ib ham beribdi. O'g'il. Umar akam o'g'il deyishi bilan Muzaffar esimga tushdi. Yuragim zil ketdi. Mayli, hech kimga yomonlik tilamayman. Ammo bolamdan judo qilgan, o'g'limning o'limiga sababchi bo'lgan ana u cho'loqni u dunyoyu bu dunyo kechirmayman. Unga ham boqqan balo bordir. Achchiqni achchiq kesadi deyishardi. Ba'zan achchiqni shirin ham kesarkan. Nasiba Muzaffarning dog'ini yuvib tashladi. Qizalog'im katta bo'lgan sari o'g'limning xotirasi xayolimdan o'chib borardi. Taqdirga tan berish dononing ishi. Bo'lar ish bo'ldi. O'g'lim nobud bo'ldi. Farzand dog'ini ko'rgan bitta menmi? Noshukrchilik qilishning nima keragi bor? Mana o'rniga o'rin tole yana farzand ato qildi-ku. Tag'in nima kerak? Shunday bo'lsa ham ahyon-ahyonda o'g'lim tushimga kirib qolar. Cho'chib uyg'onsam, chirqillab yig'layotgani anchagacha qulog'imda yangrab turardi. Bundan chiqdi, Muzaffar tushlarimga kirishi bejiz emas ekanda. Bolam tirik ekanda. Qo'qonga ko'chib kelgan kunlarimiz erim qaynog'amga unadigan yaxlit pul bor deganida nimani nazarda tutganini, nima uchun keyingi paytlarda Toshkentga bo'zchini Mokisdek qatnayotganini mana endi tushundim. Men sodda hech baloga aqlim yetmay yuraveribman. 3 kun avval u Toshkentdan qovoq tumshug'i osilib qaytdi. Qoshi chimirilgan, chaqmoq telpagini qiyshiq qo'ndirib olgan. Xayolimga g'alati o'y keldi. Chaqmoq telpakka muncha ishqiboz bo'lmasa, ancha yil avval ko'tarmada Parcha opa bilan yulishib Madaniyga tushib ketgandan beri bunaqa telpak kiymasdi. Toshkentga borib yana topib ketdi-da. Kulimsirab salom bergan edim, yuzini o'girdi. "Shoyi galstuk olib keldingizmi, dada?" deb bo'yniga osilgan Nasibani ham zarda bilan nari surdi-da, menga buyurdi. "Uyga kir." Hayron bo'lib, ro'parasiga cho'kkalagan edim, to'satdan ko'zimga tikilib so'radi. "Qachongacha yetimlarnikini yulamiz? Tom solamizmi, yo'qmi?" "Qanaqa yetim?" dedim hayron bo'lib. "Kim yetim?" U senga gapirdim nima-yu, gapirmadim nima degandek ensasi qotib labini burdi. "Akamning bolalarini aytaman, ahmoq.
Toshkentdan akamga doktor olib kelmoqchi edim. Maqsudov degan professorga uchrashdim. Akam sil. 15 yildan beri kasal. 3 oy bo'ldi o'rnidan tura olmay qoldi desam, shuncha yashaganiga shukr qilavering. Endi o'nglanmaydi. Tayyorgarligingizni ko'ring dedi. Erta kuzdan buyon o'rnidan tura olmay qolgan qaynog'am ko'z o'ngimga keldi-yu, achinib ketdim. Iloji yo'q ekanmi? Tag'in gapiradi-ya. Umar akam tortdi. Uyingdan kavushdek o'lik chiqsa tog'dek xarajatni yetaklab ketadi. Akam jigarim-ku. Jiyanlarim mening zimmamda qoladi endi. Bechora qaynog'am. Nimaga bu dunyo shunaqa teskari? 10 yil ilgari shu xonadonga qadam bosganimda qaynog'amni ham, Oysira opamlarni ham yomon ko'ruvdim. Bilsam, dunyoda eng yaxshi odamlar shular ekan. Endi nima qilamiz? Dedim bo'shashib. Umar akam papiros tutatdi. Shuda xotin zoti, dedi negadir jahli chiqib. Qilg'iliqni qilib qo'yadi-da, nima qilay deb bezrayib turaveradi. Qiziq. Men nima qilman? Ro'zg'oringni ajratib ol debmanmi? Ra'no. Umar akam ko'zimga jiddiyat bilan tikildi. Hovlini sotamiz. Umrbod sig'indi bo'lib tura olmaymiz-ku. O'zimizga ham uy-joy solish kerakmi? Akam o'lgani bilan Yo'ldoshxon erta-indin uylanadi-ku. Hayron qoldim. Qanaqa hovlini aytasiz? Umar akam jahl bilan papirosni xontaxta ustida turgan piyolaga ezg'iladi. Ho'kizning qulog'iga tambur chertayapmanmi? Dedi tishini g'ichirlatib. Toshkentdagi hovlini aytaman, qovoq bosh. Toshkentda otangdan qolgan hayhotda uy-joy bor-ku, o'shani aytaman. Iya. Ota hovlimizda Marjo opa turadi-ku. Oyimga mendan ortiq xizmat qilgan xotin. Boshimga mushkul ish tushganida, erim urushda yurganida Umar akam qilar ishni qilib qo'yib, bu yog'ini o'zing epla deb bir chekiga chiqib olganida bir emas, 2 marta meni sharmandalikdan saqlab qolgan, tug'ruqxonalarga yugurib doktor topgan Marjo opa. Endi kelib qanaqa bo'larkin? Dedim bo'shashib. Marjo opa, menga qara-o. Umar aka g'azab bilan tishini g'ijirlatdi. Ada-bada deydigan bo'lsang, o'sha Marjangni sudga berib uydan haydab chiqaraman-da hovlini 100 mingga sotaman. Xaridor topib qo'ydim. Umar aka, dedim yalinib. Qanaqasiga? Axir u ko'zimga shu qadar g'azab bilan qaradiki, damim ichimga tushib ketdi. Gap shu, dedi shiddat bilan. Ertaga poyezdga minasan. O'sha joningdan aziz Marja opang bilan kelishib keldim. 10 ming tayyorlab qo'yadigan bo'ldi. Essiz. 3 uy, 2 ayvon, 1 shiypon. 16 sotuq hovli. Qancha daraxt. 100 minglik joy edi. Mayli. Avlod ajdodlaring hurmati sudga bermadim. O'sha Marja opangni o'zi ham xazina topgan gadoydek quvonib qoldi. 100 minglik hovlini nosvoy puliga oladi-yu, sevinmaydimi? Yaxshilab tushunib ol. Avval butiga, keyin notariusga kirasan. Hammasini to'g'rilab kelganman. 2 ta hujjatga qo'l qo'ysang bo'ldi. Sening qo'ling o'tadi. Meros qo'rsan. Lekin bilib qo'y, u mix qoqqandek peshonamga barmog'i bilan nuqidi. Oldin 10 mingni sanab olasan. Keyin butining temir daftariga qo'l qo'yasan, bildingmi? Notarius viznosini o'zi to'laydi. Uqdingmi? Rostini aytsam, hech nimani tushunmadim. Yo'q, tushunmadim emas. Xayolimni notarius, patariusdan ko'ra boshqa narsa. Marjo opaning ko'ziga qanday qarayman degan andisha ko'proq band etgan edi. Umar aka, dedim yalinib. Mayli-ku, lekin nima? U ko'zini g'azab bilan olaytirdi. Bir vaqtlar kolxozchilarning boshida qamchi o'ynatganida ko'zidan shunaqa sovuq olov sachrab ketardi. Marjo opangizga yuragingiz achidimi, xonim? Dedi kinoya bilan.
Mo'ylovi qiyshayib ketdi. Yaxshi, ana, eshik ochiq. Toshkentga boring-da, Marjo opangizga yopishib yotavering. Ammo ikkita shartim bor. Birinchisi shuki, Nasibani tashlab ketasiz. Ikkinchisi, u Mo'ylovi battar qiyshayib asabiy kuldi. Mayli, bunisi shart emas, maslahat. Cho'log'ingizning oldiga bora ko'rmang. Qoramo'ndi egachingizni qizi sochingizni bittalab yulmasin tag'in. Tushundingizmi? Tushundim. Endi hammasini tushundim. Nimaga bu yoqqa yuborganingni ham, nimaga cho'loqning uyiga qadam bosa ko'rma deganingni ham. Shuncha yildan beri yosh boladek laqillatding meni. Umrbod aldab kelding. O'shanda 42-yil kiradigan kechasi uyimga bostirib kirganingdayoq aldagansan. Sen meni hech qachon yaxshi ko'rgan emassan. Yaxshi ko'rsang, oyog'ingga yiqilib, nikohingizga oling deb yalinganimda uylangan bo'larding. Yo'q. Men senga shunchaki o'ynash bo'lib keldim. Bir umr. Xohlasang o'ynaysan, xohlamasang uloqtirib yuborasan. Seni deb shu kunlarga tushdim. Hamma narsamdan ayrildim deysan. Men-chi? Men ayrilmadimmi? Eng bebaho xazinamdan, bolamdan judo qilgan sen emasmisan? Tirik o'g'limni o'ldi degan sen emasmisan? Aldashni mendan ko'r endi. Bir hafta Toshkentga qatnayman. Notarius ishlamas ekan. Bu dam olayotgan ekan. Marjo opani topolmadim deyman-da, har safar kelib o'g'limni ko'rib ketaman. Qasd olishni mendan o'rgan. Yo'q. Avval borib yoqangdan olaman. Nimaga tirik bolani o'ldi deding, xezalak? Aldading. Totuv turmushimni buzding. Shomurod akam qandoq yaxshi ko'rardi, qandoq avaylardi. O'zimchi, o'zim ham yaxshi ko'rardim-ku uni. Qayoqdan paydo bo'lding? Peshonam qursin. Qayoqdan shu uying kuygur urush bo'ldi? Shomurod akam yonimda bo'lsa, sen nojins ostona xatlab uyimga kirishga hadding sig'armidi? Voy noinsof, voy benomus. Go'rda yotgan onam xotinim bo'lsin deb qasam ichdi-ya. O'z onasining arvohini harom qildi-ya. Qaynog'am rost aytgan ekan. Baxt qaro qiladi degandi-ya. Baxt qarolik bundan ortiq bo'ladimi? Tirik turib bolamdan judo bo'lsam, o'z bolam o'zimdan yuz o'girsa qandoq chiday? Muzaffar endi ikki dunyoda ham ona demaydi. Onasi bor, Robiya bor. Qandoq qilay? Nima qilay? Muncha imillaydi bu poyezd. Qachon yetaman? Qachon yuziga tuflayman o'sha vijdonsizni? Tong otayaptimi? Ana, Qo'qonga keldik shekilli. Ezib yomg'ir yog'ayapti. Bilmadim, yurdimmi, yugurdimmi? Plashim jiqqa ho'l bo'lib ketdi. Bir qo'limda sumkacha, bir qo'lim bilan Muzaffarning do'ppisini bag'rimga bosib olganman. Do'p ho'l bo'lmasa bas. Chatoq qildim. Muzaffarning shundan boshqa do'ppisi bo'lmasa-chi? Toshkentda ham havo bulut edi. Bosh yalang maktabga borib shamollab qolsa-chi? Uyga otilib kirsam o'tiribdi. Ko'rpachaga yonboshlab, papiros tutatib tokchadagi ARZ radiosidan konsert eshityapti. Bilaman, ataylab ishga bormagan. Meni kutayotgani yo'q, pulni kutayapti. Qiynalmadingmi? Dedi o'rnidan qo'zg'alib. Havo aynib qolganini ko'rmaysanmi? Bitdimi? Nima bitadi? Dedim hansirab. Iya, nimaga borgan eding o'zi? Tushunarli. Oldi sotdini aytayapti. Pulni so'rayapti. Pul kerakmi? Dedim entikib. Yaxshi, pul bo'ladi.
Ammo oldin bolani olib kelasiz, keyin pulni olasiz. U hayron qolgandek ko'zini olaytirib qaddini rostladi. Rangi o'chib ketdi. "Qanaqa bola?" dedi yelkasini qisib. "Mening bolam iymonsiz, mening o'g'lim Muzaffar tirik ekan-ku." U serrayib qoldi. Keyin negadir iljaydi. Mo'ylovi qiyshayib ketdi. "Adashibsan, Ra'no", dedi asabiy kulib. "Men aniq bilaman, o'lgan." "Mana-ku." Yig'lamoqchi emasdim. Shu surbetning oldida yig'lamasligim kerakligini bilardim. Ammo qo'ltig'imdan Muzaffarning do'ppisini olayotganda chidab tura olmadim. Dodlab yubordim. "Mana!" dedim o'g'limning do'ppisini ko'rsatib. "Tirik ekan-ku, o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku." "Ra'no." U do'ppiga qo'l cho'zdi. "Men eshitganimni aytganman, qayoqdan bilay? Tegma, nahs harom qilasan." Do'ppini bag'rimga bosdim. O'z onasining arvohini xotin qilgan iymonsiz, vijdonsiz aytuvding-ku, bolangni mozorini ko'rdim deb. Qani o'sha mozor? Yur, obor, ko'rsat. Ustiga yopirilib borgan edim, yuzimga tushgan tarsaki zarbidan yiqilib tushdim. Lekin o'sha zahoti sakrab turib, do'ppi aralash o'zining yuziga tarsakiladim. "Ko'rsat, hozir oborasan." "O'chir, megajin." U gurzidek mushtini boshim ustiga ko'tardi. "Ur, o'ldir. Shu ko'nimdan o'lganim yaxshi. Yolg'oning bilan yorilib o'lgir hayvon, ur. Mard bo'lsang ur." Alam bilan muk tushgancha oyoqlaridan changallab oldim. "Olib kelasan, o'g'limni olib kelib berasan." Shu payt dahshat to'la chinqiriq qulog'imga kirdi. "Urmang, dadajon, urmang. Ayajon, turing." Boshimni ko'tarsam, qizim chirqillab dadasining bo'yniga osilyapti. "Ko'rmaysanmi o'zini?" Umar aka oyog'ini tipirlatdi. "Qo'yvor shallaqi." "Ayajon." Qizim muk tushib meni quchoqlab oldi. "Qo'yvoring, tegmang dadamga." Beixtiyor qo'llarim bo'shashdi. U oyoqlarini siltab tortib nari ketdi. "Eshitib qo'y, Nasi", dedi ta'kidlab. "Ayang seni yetim qilmoqchi. Seni tashlab Toshkentdagi haromi o'g'lining oldiga ketmoqchi." "O'zing harommisan, vijdonsiz." Butun vujudim bilan tebranib tizzamga mushladim. "Iloho, yigit o'l. U dunyoyu bu dunyo xor bo'l, bildingmi? Shu gapni aytgan tillaring kesilsin." "Vaysama-o." U deraza tokchasida yotgan papirosini yulib olib tutatdi. "Bilib qo'y, gapim gap. 4 tomoning qibla. Ketging kelsa ketaver, ammo o'ng quloq chap qulog'ing bilan eshitib ol. Nasibaning tirnog'ini ham bermayman. Qiz meniki." "Ayajon." Nasiba tarsaki zarbidan sirqirab og'riyotgan yuzimni siladi. "Urushmang, ayajon, urushmanglar." Eshik qarsillab ochilganini ham, Yo'ldoshxon otilib kirganini ham payqamadim. Faqat do'rillab qolgan ovozda yig'lab aytgan gapi qulog'imga chalinardi. "Amaki, dadam og'irlashib qoldilar. Yuringlar, tezroq ayajon, tezroq." 52-trek. 28-bob. Umar Zakunchi hikoyasi. Zamon yuki. "Gapini qarang. Vijdonsiz deydi, iymonsiz deydi. O'zing kimsan? Shu kunlarga tushishimga sen sababchi emasmisan? Seni deb amalimdan ayrildim, obro'yimdan ayrildim. Manaman degan kazo-kazovlar ko'rsa, tizzasi qaltiraydigan kimsan Umar Zakunchi, kimsan Ilg'or kolxozining raisini oqsoqolu duma boshliq chalasavodlar oldiga solib haydadi. Abdurahmonov demaganlar bir qo'llab giribonimdan bo'g'ib, Peredovoyga uloqtirishiga sal qoldi. Ochig'ini aytsam, allaqanday tabibning o'g'li-yu, sening cho'loq ering qilgan ishni men qilolmaymanmi deb frontga ketishga ham rozi edim. Nima, o'sha chillashillardan kam yerim bormi?
Avval urushdan qo'rqsam ham endi qo'rqmayman. Qo'shinlarimiz Berlinga yo'l oldi. Shuni bo'ynimga olib turganimda yana tog'am o'rtaga tushdi. Mayli, strogiy vigor beraylik. O'rtoq Xo'jayevga o'xshagan aktiv tashkilotchilar front orqasida ham kerak. Jangda olingan orden bilan tinch frontda olingan orden bir xil metalldan yasalgan-ku, deb turib oldi. Ko'tarmayu No'g'ay qo'rg'on tomonlarga o'tsam, senga ko'zim tushadi. Ko'zim tushsa, ko'nglim buziladi, deb qisib yurdim-ku. Nega o'zing jilpanglab yonimga bording? Atchotlar olib keldim. Solakadan adresingizni bilib oldim deb nega iljayding? Men sendan atchot so'raganmidim? Bir o'tirishda so'li-so'poq kravat bilan bayt o'qigan esimda. Ishq ma'shuq ko'ngli ichra avvalo paydo bo'lur. Kuymasa gar sham, parvona qachon paydo bo'lur. Sen jilva qilib yonmasang, men parvona bo'larmidim. Ering qaytganidan keyin biron marta izlab bormadim. O'sha kuni ro'paramdan chiqib qolmasang, olam guliston edi. Hamma bug'doy o'rib yurganini bilardim. Shuning uchun yo'lni yaqinlay deb razyezdda poyezddan tushib, qaniga nalog yig'ish uchun ketayotgandim. Nimaga ham oldimdan chiqa qolding? To'g'ri, sog'ingandim. Erkakman. Xo'p, bir ikkita qichiq gap qildim. Qo'lingda bolang bo'lsa, yuzimga tuflab yubormaysanmi? 3,5 yil qilar ishni qildik. Endi yopiqliq qozon yopiqliq, yo'lingdan qolma demaysanmi? O'zim ham g'irt ahmoqman-da. Tavbasiga tayanmagan eshak. Bitta xotin deb dezertirday qo'qonga qochdim. Qochmasam bo'lmasdi ham. Yo cho'loq o'ldirardi, yo Abdurahmonov qamoqqa tiqtirardi. O'shanda bor, bilganingni qil deb tashlab ketsam qo'lingdan nima kelardi? Eringni pichog'ida qo'yday so'yilib ketarmiding? Insof qildim. Ustiga ustak yaxshi ko'rardim. Baribir yaxshi ko'rardim sen alvasini. Kela solib zaksdan o'tganim yaxshi bo'ldi. Abdurahmonov ham inday olmay qoldi. Xotinim meni sevadi. Avvalgi eriga onasi zo'rlab bergan ekan, eri feodal ekan. Bir mushtipar ayolni baxtli qilsam shu gunohmi deb turib oldim. Shunda ham avvalgi strogiy vigorni pesh qilib partiyadan o'chirishdi. Chidadim. G'ing desam qamatardi ham. Hammasi sen tufayli. Tog'am to'g'ri aytgan ekan. Bu dunyoning jannati ham xotin, do'zax ham. Dunyoning ishlarini qarangki, zamon o'zgarib, yurt so'rab yurgan, qanchadan qancha odamlarni kesib yuborgan shundoq tog'amning o'zi kesilib ketdi. Bultur Toshkentga borganimda shu gapni eshitib, quloqimga ishonmadim. Yo'q, rost ekan. Ko'p ishlarni noto'g'ri ko'rgan, yuzlab begunoh odamlarni xalq dushmani deb qamatgan degan ayb qo'yishibdi. Achindim, ammo qo'limdan nima kelardi? Avvallari hayron bo'lardim. Kattadir, kichikdir, amaldor zoti borki, yoshini yashab, oshini oshaganidan keyin tinchgina pensiyaga chiqib ketsa bo'lmaydimi? Yo o'lishini, yo o'tirgan kursisidan olib tashlashlarini kutishidan muddon nima ekan derdim. Baloni bilar ekan o'shalar. Odam amaldan ketishi bilan obro'si ham bir pul bo'lar ekan. Amaldan tushdingmi? Tamom. Kecha tovoningni yalaganlar bugun xuddi o'sha tovoningni yalagan og'zi bilan betingga tupurar ekan. Tog'amni ayblaganlar ham shunaqalarda. Tog'am kim bo'pti? O'rtoq Stalinning o'zini ham yomonotlik qilyapti, kovlayapti bular. O'zimchi aqalli mol mulk to'plasam o'larmidim. Ana, soli so'poqqa baloyam urgani yo'q-ku. To'g'ri. Oqsoqol rais bo'lgan zahoti so'poqni bu galterlikdan bo'shatdi. Lekin hech kim ost ustini olib qo'ymadi-ku. Menchi shuncha yil rais bo'lib nima orttirdim? Uyimdan haydab chiqarishdi. O'sha kuni eng ishonganim Qorako'z ham dumini gajak qilib qochib ketdi.
boshingga ish tushganida asqatadigan narsa pul ekan, mol dunyo ekan. Endi men ham anoyi emasman. Ishimni bilib qilaman. Baribir qonunsiz yo'l bilan yurish qo'limdan kelmaydi. Hech bo'lmasa qonuniy haqimni olay. Akamga sig'indi bo'lib o'tirmay. Men nima g'amda-yu, bu bolasini ro'kach qiladi. Ahmoq ekanman-da kolxozga borib. Alamzadalar toshbo'ron qilib yubormaydimi? Tush ko'ribmanmi itvachchasi tirik qolganini? O'libdi deb qo'ya qoldim-da. Hayronman. Joni itday savil ekanmi, tirik qopti. O'shanda bozorda yurganimda cho'loqqa ergashib kelgan bola o'sha ekanda. Qayoqdan bilay, ikkinchi xotinidan bo'lgan demman-da. Yaxshi ham o'shanda jo'nab qolganim. Shuncha odam o'rtasida pichoq sug'urganini ko'rdim-ku cho'loqning. So'ysa so'yardi ham-da. Ahmoqqa zakon bormi? Baribir jigar ekanda. Qiyin paytda akam yonimga kirdi. Urushsa ham, so'ksa ham boshimni siladi. Seni ham bag'riga oldi-ku ahmoq xotin. Yangam ham eski alamlarini unutib, odamgarchilik qildi-ku. Nasiba tug'ilganidan keyin senga butunlay bog'lanib qoldim. Bo'lmasa bir yo'la ikkita cho'mish tiqilgan qozondan ovqat yeydigan ahmoq emasdim. 1,5 yil o'tkazib, orqangga o'xshatibgina bir tepsamu onasi o'pmagan qizni olsam dodingni kimga aytarding? Bitta qizim hurmati taqdirga tan berdim. Yana nima deysan? Bir kamim o'sha cho'loqdan bo'lgan haromzadani o'g'il qilib olishim qoluvmidi? Chuchvarani xom sanabsan. Xohlasang shu, xohlamasang katta ko'cha. Asli Toshkentga bir o'zini yuborib xato qildim. Qiziq. Kimdan bilib keldi bu yangilikni? Ko'tarmaga bora olmaydi. Cho'loq anavi Dumaning qiziga uylanganini ataylab aytib qo'yganman. Aytmaganimda ham bora olmasdi. O'zining yuzi qora. Bo'lmasa qayoqdan bildi-ekin? Marjo opasi aytgan. Odamlarga ham hayronsan. Tinchgina arabasini tortib yursa o'ladimi? Nima qilardi gap kavlab? Hayronman nimaga kelishdi ekan bular. Bir hafta oldin borganimda hammasini zakonni to'g'rilagandim. Marja 10,000 tayyorlab qo'yadigan bo'lgan edi. Bilaman, Marja pulni jon deb bergan. Lekin qani o'sha pul? Qayoqqa tiqdi? Yo anavi haromzadasiga berib keldimi? Shuncha pulni qanday beradi mishqi bolaga? Cho'loqning oldiga bora olmaydi. Qora mo'ndi egachisining uyiga borishga yuzi yo'q. Qayoqqa ketdi pul? Mayli, aniqlaymiz. Hammasini aniqlaymiz. Akam o'layapti. Yo'ldoshxon bekorga yig'lab kelgani yo'q. Ras jigar bo'lganimdan keyin ma'rakasi mening gardanimdami? Bir emas, 2 bola mening zimmamga tushadimi? Bo'pti-da. Mayli, Yo'ldoshxon yigit bo'lib qoldi. Bu yil maktabni bitiradi. Anavi tovuq miya yangam o'g'illarini azza-bazza vrach qilmoqchilar. Doktorlikni kim qo'yibdi unga? Vokzalga chiqib, yuk tashsin, pul topsin. Bunisi-ku yo'lini topib ketadi. Muhabbatchi. Yosh bola-ku hali. Shu tomonini nega o'ylamaydi mana bu ahmoq? Sandiqqa bosib qo'ygan pachka chervonim bormi? Esiz shuncha uringanlarim. Xom sut emgan banda. 7 yil kolxozning o'pshi qozonidan sho'ro ishim mana. Nima topsam front uchun demman. Hammaga yomon ko'rinibman. Nachora. U paytda zamon yuki og'ir edi. Hammasi mening zimmamda edi. Anavi shallaqi Robiya, jinni parcha-ku mayli, qilmishiga yarasha tayoq yegan. Lekin yosh bolani tabibning o'g'lini yantoq bilan savalaganim chatoq bo'lgan ekan. Nima zariladi? Aslida bunga ham mana shu sababchi. Shuning uyiga borganimda ko'rib qolgan o'sha bola. Hech kimga og'iz ochmagan bo'lsa ham alamim bor edi. Ustiga ustak mendek odamga qo'l ko'targan anavi pakananing qizi qarab turgandi. Uning ham alamini boladan oldim. Hozir urarmidim? Yo'q, qo'limdan kelmasdi.
O'zimning nasibamni birov chertib ko'rsinchi, nima qilar ekanman? Xato qildim, bolani bekor urdim. Qaranga, qo'yib bersam, cho'loqdan bo'lgan bolasini ham shilq etib bo'ynimga ilmoqchi. Ilasan. 53-trek. 29-bob. 7-sinf o'quvchisi Muzaffar Shomurodov hikoyasi. Qo'qonga ketaman. 5-dars adabiyot edi. O'qituvchimizning aytishiga qaraganda, imtihon yaqinlashgan sayin biz dangasa bo'lib ketayotgan emishmiz. Bu yil 7ni bitirib, No'g'ayqo'rg'ondagi katta maktabga borsak, holimizga maymun yig'larmish. 8-sinfga borgan kunimizoq No'g'ayqo'rg'ondagi muallimlar hammamizga 2ni yopishtirib tashlarmish. Bugun dangasaligimni ko'rsata olmadim. O'qituvchi darsga kirishi bilan buyurdi. Shomurodov, direktorning xonasiga. Bo'shashib o'rnimdan turdim. Nimaga? Borganda bilasan. Mana ketayapmiz Sulaymon akaning oldiga. Maktabda bola ko'p, ammo Sulaymon aka meni hammadan yaxshi taniydi. Birinchidan bitiruvchi sinfmiz, ikkinchidan xonasiga ko'p kirganman. Chaqirtirgandan keyin kiraman-da. Mana hozir yo'lak oxiridagi eshikni sekin taqqilataman. Ichkaridan "Kiring" degan ruxsat bo'ladi. Eshikni ochib mo'ralayman. Yuvoshgina qilib "Mumkinmi?" deyman. Sulaymon aka tosh bosma bilan marmar siyohdan qo'yilgan stol orqasida o'tirgan bo'ladi. "Kesillar" deydi o'rnidan turib. "Shaxsan o'rtoq Shomurodov tashrif buyuradilar-u, biz yo'q deymizmi?" Ana undan keyin boshlanadi. "Qachon odam bo'lasan? Bo'yingni qara. Menga 1,5 ta kelasan. Otang uylantirsa nevarali bo'ladi-ku, qachon aql kiradi senga, a?" Hayronman. Bugun direktor chaqiradigan gunoh qilmadim shekilli. Bo'ldi, hali katta tanaffusda Abduvalining ukasini yig'latuvdim. 2-sinfda Omon bilan o'qiydigan ukasini. Ayb o'zida. Nimaga maktabga velosiped minib keladi? Bitta minay desam qizg'andi. Sindirib qo'yarmishman. Hech ham sinmaydi-da. Katta velosiped 28. O'zi minolmaydi, oyog'i yetmaydi-yu, qizg'andi. Endi mingandim, qizg'anchiqlik qilib orqa g'ildiragining qanotini changallab oldi. Velosiped qiyshayib ketib, zanjiri shimimning pochasini qisib oldi. O'zim shimimni zanjirdan chiqara olmay yiqilib yotibman-u, "To'lab bering, rulini qiyshaytirib qo'ydingiz" deb yig'laydi. Boplab do'pposlamoqchi edim-u, ayadim. Bundan chiqdi, rostdan ham dadasiga chaqqan. Tuya sartarosh direktorga shikoyat qilgan. Shimimning pochasi ham ilma-teshik bo'lib ketibdi. Xayri bo'la qolay. Direktor so'rasa, loy bo'lgandi, qaytarib qo'ydim deyman. Eshikni odatdagidek sekin taqillatdim. Ichkaridan odatdagidek "Kiring" degan ovoz keldi. Odatdagidek eshikni qiya ochib, boshimni suqdim. "Mumkinmi?" dedim muloyimgina bo'lib. Sulaymon aka har galgidek stol yonida o'tirgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Yo'q, deraza oldida turgan ekan. Derazadan tushgan nur yo'l shoyi ko'ylagini yoritib, ichidagi maykasining tasmasi ko'rinib turibdi. "Kesillar, o'rtoq Shomurodov, kesillar. Shundoq kishi tashrif buyuradilar-u." Yo'q, bu safar unaqa demadi. "Kiraver, Muzaffar" dedi xotirjam, hatto mehribon ovozda. Qo'rqib ketdim. Nima balo? Bu gal gunohim og'irroq shekilli. Ikkilanib, ichkari kirishim bilan atlas ko'ylak kiygan xotin yugurib yonimga keldi. Burchakda turganini ko'rmabman. Bu qaysi muallima bo'ldi? Atlas ko'ylak kiyadigan o'qituvchimiz yo'q edi shekilli. Xotin o'sha zahoti mahkam quchoqlab oldi. Cho'chib tushdim. Dimog'imga gunafsha hidi urildi. Xotinning iliq, nam lablari peshonamga,
yuzlarimga, ko'zimga yopishdi. U meni tinimsiz o'par, unsiz yig'lar edi. "Muzaffar", dedi entikib. "O'g'lim." Tanidim. Gunafsha isidan, iyagidagi holdan qulog'imga bilaguzuk jarangi eshitilgandek bo'ldi. Ammo bu safar qo'lida bilaguzuk yo'q edi. "Voy, bo'yingni qara. Katta yigit bo'lib ketibsan-ku." U yosh to'la ko'zlari bilan jilmayib, tag'in bag'riga bosdi. Negadir o'zimni olib qochmadim. O'shandan keyin uni unutib yuborgan edim. Ammo tushimga kirgandi. Yo'q, tushimda aniq ko'rmaganman-u, lekin ko'rganman. Keyin yana esimdan chiqib ketgan. Bilmayman, ish qilib keyin ham ko'rganman. U meni bag'ridan chiqarmas, yig'lab turib kular edi. Nimagadir ko'nglimga g'ulg'ula tushdi. U esa mahkam quchoqlab olgan, nuqul "Voy, bo'yingni qara" deb takrorlardi. Xo'sh, Sulaymon aka tomoq qirdi. Tanaffus boshlanmasidan gaplashib ola qolinglar. U eshik tomon yurgan edi, xotin meni qo'yib yubormay o'girildi. "Ketmang", dedi sekin, ammo jiddiy ohangda. "Shu yerda bo'lganingiz yaxshi." Direktor to'xtab qoldi. Xotin ixcham sumkachasini shiqillatib ochib, ro'molcha chiqardi. Ko'z yoshlarini artdi. Keyin negadir mening ham yuzimni artib qo'ydi. "Muzaffar", dedi ko'zimga termilib. "Sen endi katta yigit bo'lib qolding. Yaqinda 7ni bitirasan. Meni bilasan-a?" Indamay direktorga qaradim. "Bilasan-ku axir." Xotinning lablari titrab ketdi. "Esingdan chiqdimi? Oldin ham kelgandim-ku. Keyin yana keldim. Ko'p keldim." U entikdi. "Sen meni ko'rmasang ham, men seni..." U Sulaymon akaning betoqat bo'layotganini sezdi. Ovozi tetiklashdi. "O'g'lim", dedi past, bo'g'iq ohangda. "Quloq sol. 7-ni bitirganingdan keyin Qo'qonga borasan, xo'pmi? Singling bor, Nasiba. Esingdami? Oldingi safar ham aytgandim. Nasibachi 6-da o'qiydi. Akam qachon keladilar deyapti. Shuncha yil dadang bilan turding. Endi men bilan turasan, maylimi?" U jilmaydi. "O'sha yerda 10-ni bitirasan. Farg'onada institut bor, kirib o'qiysan, bo'ptimi?" Direktorning oldida uyalib ketdim. Sulaymon aka katta qadam tashlab, u yoqdan bu yoqqa borib kelar, negadir asabiylashar, yuzi qizarib ketgan edi. "Kelishdikmi, Muzaffar? Domlangni oldida va'da berasan-a?" Negadir yana yuragimga qo'rquv tushdi. Yuzimni o'girdim. "Singlim", Sulaymon aka ro'paramizga kelib to'xtab qoldi. "Aytdim-ku, bunaqa ishni sud hal qiladi. Bolani qiynashning nima keragi bor?" "Bilaman." Xotinning ko'zlari chaqnab ketdi. Ovozi qat'iyat bilan jarangladi. "Sudga qatnayverib, qonun kodekslarni yod qilib yubordim. Yetar. Muzaffar endi yosh bola emas. O'z taqdirini o'zi hal qiladi. Bola nima desa shu." Yuragimga battar vahima tushdi. Olib ketib qolsa-ya, nima qilaman Qo'qonda? O'shanda kelganida omonni yiqitganim, o'gay deb baqirganim, oyim yig'lagani esimga tushib, yomon ko'rib ketdim uni. "Shunaqa deysiz-ku, lekin..." Sulaymon aka negadir qizarib ketdi. "Har qalay bolani tarbiyalagan otasi bor, onasi bor." "Tarbiyalagan?" Xotin shaxt bilan direktorga o'girildi. "Ahvolini qarang. Bu ketishda g'irt bezori bo'ladi-ku bu." "Nimaga bezori bo'larkan? Ahvoliga nima qilibdi?" Direktorning ham ovozi qat'iylashdi. "Nima qilibdi ahvoliga? E'tiboringiz uchun aytib qo'yay. Muzaffar sho'x bo'lsa ham eng qobiliyatli o'quvchimiz. Xohlasa hamma fandan 5 oladi. Teplitsada limon o'stirayapti." Alam qilib ketdi. Nimaga meni bezori deydi? Nimaga direktorning oldida uyaltiradi?
Xotinning qo'lidan yulqinib chiqdim-u, eshikni taraqlatib yopgancha yo'lakka otildim. Orqamdan yig'i aralash iltijoli xitob yangradi. Muzaffar, to'xta! Yugurib hovliga chiqdim-da, oynalari oftob nurida yaxlit ko'zgudek yaraqlab yotgan teplitsa oldidan o'tib, o'rikzor tomonga chopdim. Bog' ichiga kirib ketayotganimda yana o'sha iltijo eshitildi. Muzaffar, o'g'lim! Nima uchundir to'xtab qoldim. Esladim. Uni tushimda ko'rganman. Xo'p, o'shanda kelib ketganidan keyin 3-4 marta tushimga kirgan. Uyg'onib ketib qo'rqqanman. Hozir ham qo'rqardim. Qochib ketkim kelardi-yu, bir nima to'xtashga majbur qilar edi. O'sha narsa nimaligini bilmasdim. Orqamdan qarsillagan ovoz, shoshqin qadam tovushlari eshitildi. Bolam! Dimog'imga yana gunafsha hidi kirdi. Yig'lagim keldi. Bilmayman, balki gunafsha isi ko'zimni achishtirgandir. Balki uni tushimda ko'rganimda ham yig'lagim kelgani endi esimga tushgandir. Bormayman, dedim yer tepinib. O'z holimga qo'yasizmi yo'qmi? Hech qayoqqa bormayman. Tinch qo'yasizmi yo'qmi? U yuzimga bir pas hayratlanib qarab turdi-da, ikki yelkamdan tutgan qo'lini tortib oldi. Tushundim, dedi sekin. Bo'ldi, Muzaffar, hammasini tushundim. Kechir meni, o'g'lim. U o'kinch bilan xo'rsindi. Ko'zlariga jiddiyat cho'kib, uzoq qarab qoldi. Ikki ko'zi menda bo'lsa ham chamasi hech nimani ko'rmas, xayoli boshqa yoqda edi. Muzaffar, dedi sekin. Sen yosh bolamassan. Yaxshi o'qi, xo'pmi? Erta indin katta bo'lasan. U negadir jilmaydi. Maktabni ham bitirasan, dedi ovozi titrab. Keyin hammasini tushunasan. O'shanda Qo'qonda onam bor edi deb so'roqlab borsang, boshim osmonga yetadi. G'isht ko'prik mahallasida turamiz, vokzaldan uzoqmas. Ra'no opaning uyi qaysi desang, shoshma. Kiprigiga ilinib qolgan yoshni sidirib tashlab, tag'in sumkasiga qo'l suqdi. Bugun qanaqa kunligini bilasanmi? Bilmayman, dedim qo'rslik bilan. 12-may. U yana jilmaydi. Jinnivoy, dedi erkalab. Bugun sening tug'ilgan kuning. 14 yoshga chiqding, jonim. Hayron bo'lib boshimni ko'tardim. To'g'risi, bugun tug'ilgan kunimligini bilmasdim. U yog'ini aytsam, shu paytgacha uyimizda hech kimning tug'ilgan kuni bayram qilingan emas. U qo'llari qaltirab, sumkachadan 4 bukloqliq do'ppi chiqardi. Yap yangi, garimdori gulli. Qani, kiyib ko'raylikchi. Do'ppini boshimga kiygizdi-da, bir qadam orqaga chekindi. Yuzimga termilib uzoq tomosha qildi. Qara, lop-loyiq keldi, dedi kulimsirab. Kerakmas. Qo'lim bilan ushlasam, do'ppi kir bo'lishidan qo'rqib, ikki bilagim bilan yecha boshladim. O'zimniki bor. Muzaffar, xafa bo'laman. U kafti bilan shosha-pisha do'ppini qaytadan boshimga bostirdi. Esingdami? Hov, anavi gal kelganimda do'pping menda qolib ketgan edi. O'rniga o'rin olib keldim. Boshingdan yechma, xo'pmi? U do'ppini yana yechib tashlashimdan qo'rqqanday yelkamga qoqdi. Bora qol endi. Nariroqqa borib burilib qarasam, hali ham tikilib turibdi. Shimarilgan pocham oyog'imga urilib g'ashimni keltira boshladi. Pochamni qaytarib tushirayotsam, yana chopib tepamga keldi. Shiming yirtilib ketibdi-ku, dedi bosh chayqab. Ma, yangi shimol. Sumkasidan bir changal pul chiqardi. Ancha pul. Cho'ntagimga suqayotganida qo'rqib ketdim. Kerakmas, dadam urishadi, dedim tipirchilab. Dadangga aytmaysan-da, shunday dedi-yu, ikkilanib qoldi. Lekin o'sha zahoti pulni cho'ntagimga chuqurroq suqdi. Shim ol,
Men yana kelaman. Ancha nariga borganda tag'in burilib qaradim. Qaramoqchi emasdim-u, o'zimdan o'zim qaragim keldi. U jilmayib qo'l siltar, ammo yig'lab yuborgudek lablari titrardi. Rahmim kelib ketdi. Yana bir pas to'xtab turdim-da, sinfxona tomonga yugurdim. Yangi do'ppimni qayoqqa qo'yishni bilmasdim. Sinfga kirishdan oldin qaytadan buklab, cho'ntagimga solib oldim. Ikkala cho'ntagim do'ppayib ketdi. Bittasida do'ppi, bittasida pul. Adabiyot o'qituvchisi G'afur G'ulomning "Sen yetim emassan" she'rini tushuntirayotgan ekan. "Tezroq o'tir", dedi-yu, darsni tushuntirishda davom etdi. "Shunday qilib, she'rda sovet xalqlarining do'stligi maza qildingmi?" dedi Abduvali iljayib. "Eshitadiganini eshitdingmi? Direktordan so'kish eshitdi deb suyinyapti. Bekorlarning 5tasini aytibsan. Sulaymon aka urushgani yo'q, qaytaga maqtadi. Faqat shimimning pochasi teshilgani chatoq bo'ldi-da. Hammasiga sening qizg'anchiq ukang aybdor. Yeb qo'ymasdim velosipedini. Mayli, buni ham iloji topildi-ku. Qo'qonda turadigan oyim degan so'z xayolimga birinchi marta keldi. O'zim ham hayron bo'ldim. Pul tashlab ketdi. Ancha pul. Kerak bo'lsa 10 ta shim olaman. Pulni eslashim bilan yig'lab yubormaslik uchun ataylab jilmayib turgan qo'qonlik oyim ko'z oldimga keldi. Yuragim siqildi. Yangi do'ppini cho'ntagimdan olib, sekin papkaga tiqayotsam, Abduvali ko'rib qoldi. "Voy, qayoqdan olding?" dedi pichirlab. "Topib oldim. Qani, bitta ko'ray." "Shomurodov", o'qituvchi xunob bo'lib baqirdi. "Sen yo'g'ingda sinf suv quygandek edi. Muncha yomonsan-a." Ana, yana men aybdor bo'ldim. Alam bilan Abduvalining biqiniga tushirib qoldim. "Shomurodov, she'rda urush tufayli yetim qolgan minglab bolalarni o'zbek xalqi bag'riga bosgani." Do'ppini sekingina papkaga tiqdim. "Narigi cho'ntagingdagi nima?" "O'zi yomon-da, sariqmashak. Kaltak yesa ham jim o'tirmaydi. Alam qilsin, bir ko'rib qo'ysin. Kerak bo'lsa o'zim ham velosiped sotib olaman. Dinamo magazinidan. Yozda dadam bilan shaharga tushganimizda ko'rganman. To'ppa to'g'ri. Shimni nima qilaman? Uyda boshqasi bor. Yaxshisi velosiped olaman." Sekin pulni chiqardim. "Voy!" Abduvalining ko'zi olayib ketdi. "Qayoqdan olding?" "Nima ishing bor?" "Shomurodov, hozir sinfdan chiqarib yuboraman." "Qani?" Abduvali 10 so'mlik, 5 so'mlik, 3 so'mlik pullarni olib pichirlab sanay boshladi. 332 so'm, dedi shivirlab. "Nima olmoqchisan?" "Velosiped." Yetmaydi. Velosiped 450 so'm turadi. Unda shim olaman." "Shomurodov, chiqib ket sinfdan." Shuncha pulni Abduvaliga tashlab ketib jinnimanmi? Endi pulga chang solgan edim, baxtimga qo'ng'iroq jiringlab qoldi. Dars tugashi bilan Abduvali yelimda yopishib oldi. Qayoqqa borsam ketimdan ergashadi. Papkamni ko'tarib, o'rikzorga kirganimizda yana so'radi. "Qayoqdan olding shuncha pulni?" Jahlim chiqib ketdi. "Nima ishi bor?" "Topib oldim, bo'ldimi?" Abduvali g'alati iljaydi. "Balki o'g'irlab olgandirsan." "Nima?" Jon ponim chiqib ketdi. Papkam bilan boshiga solmoqchi edim, sap-sariq kipriklarni pirpiratib yalindi. "Hazillashdim-ku, muzab." "Yana shunaqa hazillashsang bilib qo'y, ey. Rostdan ham velosiped olmoqchimisan?" U gapni boshqa yoqqa burdi. "O'zing yetmaydi deyapsan-ku", dedim hafsalam pir bo'lib. "Yetmaydi, yana kamida 100 so'm kerak. Unda shim olaman." "Dadangga nima deysan? Shimni ham topib oldim deysanmi?" "Do'ppi topib olsang,
shim topib olsang, menga-ku baribir. Dadang o'ldirsa, o'zingga qiyin bo'ladi. Rostdan ham, bu yog'ini o'ylamabman. Dadam o'ldirib qo'yar xuddi. Bo'lmasa, nima qilamiz? Dedim ikkilanib. Abduvali ham nima qilishni bilmas ekan. Ancha o'ylanib qoldi. Bo'ldi, dedi birdan baqirib. Papiros olamiz, belamor. Men chekmayman. Haliyama, Abduvali xuddi har kuni papiros chekib yurgan odamdek hayron bo'lib ko'zimga qaradi. Maza bo'ladi. 332 so'mga bilasanmi qancha papiros beradi? Bir pachkasi 2,5 so'm tursa. Xo'p, u o'rik soyasiga o'tirib oldi-da, yerga cho'p bilan chizib hisobladi. 100 so'mga 40 ta, 300 ga 120 ta. Yana 10 tasi 25 so'm. Xo'p, 133 pachka bo'lar ekan, yugurti bilan. Voy bu, shuncha papirosni qayoqqa qo'yamiz? Birdaniga olmaymiz-da. Abduvali jon kuydirib tushuntira ketdi. Har kuni 2 pachkadan, bitta senga, bitta menga. Qolgan pulni bekitib qo'yasan. Qani, cho'z 5 so'mni. O'rikzor orasida Abduvalining kelishini poylab turdim. Ko'nglim g'ash edi. Shunaqa-ku, papiros maza bo'lsa kerak. Dadam har kuni bir pachkadan chekadi-ku. Abduvali 2 cho'ntagini do'ppaytirib keldi. Yur, gugurt ham oldim, dedi katta odamlarday ko'z qisib. O'rikzordan o'tib, avtobus yo'liga chiqdik. Ko'tarma keyingi paytlarda ancha obod bo'lib qolgan. Ko'cha chetida 2 qavatli yangi magazin qurila boshlagan, yo'lga asfalt yotqizilgan, simyog'ochlar qo'yilgan. Dadamning aytishicha, Oqsoqol buva ariza bera oxiri raislikdan bo'shagandan keyin kolxozdan putur ketganmish. Hatto ko'tarmaning bir qismi shaharga o'tib ketibdi. Mana bunaqa imoratlar qurilayotgani shundan ekan. Agar shahar shunaqa kengayib ketaversa, bu o'roqlar yo'q bo'lib ketarmish. Bir qavati bitib, ikkinchisi chala qolgan. Ichida yarimta pishiq g'ishtlar uyilib yotgan eshiksiz binoga kirdik. Abduvali papkasini ohak yuqi yopishib yotgan yerga qo'ydi. 2 cho'ntagidan 2 pachka papiros gugurt chiqarib, papkasini yoniga tashladi. G'isht uyumlari orasidan butunlarini tanlab, 3 tasini taxladi-da, ustiga o'tirdi. "O'tirmaysanmi?" dedi qovog'ini solib. "Ko'chadan o'tganlar ko'rib qolsa bilasanmi nima bo'ladi?" Men ham 3 ta g'isht topib ustiga o'tirdim. U papiros qutilaridan bittasini oldi-da, tirnog'i bilan burchagidan chimchilab ochdi. Qutining tagiga bir chertganida papiros otilib chiqdi. "Ol o'zingnikini", deb buyurdi. Men ham papiros qutisini ochdim. Negadir qo'lim titrab, qutining yelimlab yopishtirilgan qog'ozi yirtilib ketdi. "Ko'rib qo'y, u papirosni barmog'i bilan ezg'iladi. Dadam ham doim shunaqa qiladi. Keyin bandini chimchilab og'ziga tiqdi-da go'rt chizdi. O'sha zahoti sariq yuzi qizarib ketdi. "Voh!" dedi og'zidan tutun chiqarib. Havasim keldi. Gugurt chizib papirosni tutashim bilan og'zimga sassiq tutun kirib, o'qchib yubordim. Ko'zim achishib, yosh chiqib ketdi. Qiziq, dadamdan anqib turadigan tamaki isi bunaqa ko'nglimni aynitmasdi. "Jinni!" Abduvali yo'tala kula boshladi. "Ichingga tortmaysanmi? O'shanda maza qilasan-da." Papirosni nafasim yetgancha so'rgan edim, butun vujudim tarang tortilib, ko'z o'ngim jimirlashib ketdi. Qiziq, endi ko'nglim aynimadi. Boshim g'uvillab, negadir kulgim kelardi. "Ana, bo'ldi. Zo'rmi?" Papirosni yarim yorti chekmasimdanoq boshim gir aylana boshladi. Ko'cha tomondan g'ong'ur ovoz kelayotganini eshitib, o'rnimdan turmoqchi bo'ldimmi, yiqilib tushdim. Tagimdagi g'ishtlar taraq-turuq qilib yerga ag'darildi. "Jim!" Abduvali shosha-pisha tepamga keldi. Qutida qolgan papirosni cho'ntagiga soldi-da, qo'ltig'imdan ko'tardi. "Yur, odamlar kelyapti." Havoda suzib borayotganga o'xshardim.
Qadamim yengil ko'chadi-yu, oyog'im mo'ljalga tushmaydi. Xuddi tush ko'rayotgan odamday. Unga sari kulgim qistadi. Abduvali meni eshigimizdan kirgizib yubordi-yu, o'zi qochib qoldi. Ayvonda xontaxtaga muk tushib, dars tayyorlab o'tirgan Omon burnini tortib yalindi. "Aka, ona tilimni yozishib boring." Bore, dedim qo'l siltab. O'zimning boshim aylanib ketyapti-yu, bu ona tilini gapiradi. Uyda boshqa hech kim yo'q edi. Bilaman, dadam, oyim ishda. 2-3 yil avval MTSlar yopilganida oyim ishdan bo'shagan edi. Keyin kolxozlarning o'zi traktorli bo'lgan. Oyim har kuni erta ketib, kech qaytadi. Dadam undan ham kech keladi. Papkani ayvonga tashladim-da, uyga kirib, o'zimning sim karavatimga yotib oldim. Ko'zim o'zidan o'zi yumilib ketar, uyqum kelardi. Negadir isib ketdim. Shimimni yechib, yerga tashladim-da, qaytadan karavatga yotdim. Quskim keldi. Ko'z oldimda avval papirosning ko'kish tutuni, keyin qo'qonlik oyim paydo bo'ldi. 4-trek. Uxlab qopman. Allakim yelkamdan changallab siltadi. "Tur, badbaxt." Ko'zimni ochishga ulgurmay karavatdan uchib ketdim. Uy ichi qorong'i edi. Avvaliga hech nimaga tushuna olmay garangsib turdim-da, keyin qorong'ida dadamning g'azabdan yonib turgan ko'zlarini ko'rdim. "Nima bu? Qayoqdan olding?" Dadamning qo'lida bir nima oqarib ko'rinardi. Qarasam, boyagi papiros pachkasi. Vahimaga tushib, yuragim sirqirab ketdi. O'zimni eshikka urmoqchi edim, dadam bilagimdan ombirdek qisib oldi. "Nima gap?" Ostonada oyimning sharpasi ko'rindi. U shiq etib chiroqni yoqdi. Qo'li xamir yuqi ekanini payqadim. Chamasi ishdan kelib, xamir qorayotganida shovqinni eshitib uyga kirgan edi. "Qayoqdan olding?" Dadam g'azab bilan pishqirdi. Belamor qutisini burnim tagiga tiqishtirdi. "Rostingni ayt." "Voy, dadasi, o'zingizniki-yu." Oyim xamir yuqi qo'li bilan dadamning bilagiga yopishdi. "Nima qilasiz, bolani qo'rqitib? O'zingizniki, qarang. O'zingiz chekadigan papiros-ku." Eshikdan Omon mo'raladi. "O'zimniki?" Dadam bir qo'llab hamon bilagimdan changallagancha ikkinchi qo'lidagi pachkani karavatga tashladi-da, cho'ntagini kavladi. Yarim pachka ezg'ilangan papiros qo'liga ilashib chiqdi. "O'zimniki mana", dedi qo'lidagi pachkani zarda bilan yerga uloqtirib. O'sha zahoti karavat ustida yotgan pachkani yulqib oldi-da, papiros aralash quloch kashlab yuzimga urdi. "Mana senga chekish." Oyim dod solib dadamga osildi. "Tuhmat qilmang", dedi chinqirib. "O'zingizniki, ertalab men olib keldim, urmang bolani." "Nima?" Dadam derazalarni zirillatib hayqirdi. "Sen olib kelgan bo'lsang, buning cho'ntagidan nima qilib yuribdi?" U bilagimni yana ham qattiqroq qisib yerga engashdi. "Mana bu shuning shimimi axir? Mana shunikimi?" U g'azab bilan shimimni yulqib ko'tardi. Bir silkitganida shimimning cho'ntagidan 10 so'mlik, 5 so'mlik pullar tushib, na'matga sochilib ketdi. Dadam uxlab yotganimda faqat papirosli cho'ntagimni kavlagan pulni ko'rmagan ekan. Turgan joyda serrayib qotib qoldi. Oyimning rangi quv o'chib ketdi. Goh yerda sochilib yotgan pulga, goh dadamga, goh menga qarab lablari titray boshladi. Omon hayron bo'lib burnini tortib qo'ydi. "Qayoqdan olding?" Dadamning mo'ylovi titray boshladi. "Qayoqdan olding shuncha pulni?" dedi qo'rquvli past ohangda. Bilagimdan bir siltab o'ziga yopishtirib qo'ydi. Dimog'imga tanish tamaki hidi urildi. Qiziq, negadir yana chekkim keldi. "Qayoqdan olding?" U shunday baqirdiki, qulog'im yorilib ketay dedi. "Qo'ying, jon dadasi." Oyim titrab qaqshab oramizga suqilayotgan edi, dadam tirsagi bilan turtdi. "Nari tur, qayoqdan olding?" "Topib oldim", dedim yerga qarab. "Shuncha pulni-ya? Qachon?
Soat nechida? Qayerda? Yana yerga qaradim. Qaysarligim tutib ketdi. Aytmayman, dedim baqirib. Aytmayman. Shunaqami hali? Dadam yana tarsaki tushirdi. Mana, dedi og'zidan tupuk sachrab. Bir qo'llab shimining enli kamarini yecha boshladi. Dadasi! Oyim chumchuqdek chirqillab dadamning kamar yechayotgan qo'liga yopishdi. Urmang, ikkinchi qilmaydi. Ostonada mo'ralab turgan Omon yig'lab yubordi. Qoch! Dadam yelkasi bilan oyimni turtdi. Shirt etib kamarini sug'urib oldi-da, ikki buklab boshim ustida ko'tardi. Ayt, dedi xirillab. Ichagingni sug'urib olaman itvachcha. Ajab, negadir iltijo bilan yig'lab turgan qo'qonlik oyim ko'z oldimga keldi. O'g'irladingmi? Dadam kamar bilan qarsillatib gardanimga tushirdi. Ha, dedim chinqirib. O'g'irlab oldim, o'g'irladim. Ha? Dadamning qisqa, tahliliy hayqirig'i aralash yelkamga yana kamar tushdi. Bu gal shunaqangi zarb bilan urdiki, o'pkam og'zimga tiqilib qolay dedi. Mana o'g'irlash, mana! Oyim chinqirgancha dadamga yopishdi. Omon turgan joyida qichqirib yig'ladi. Urmang, dada, urmang! Yo'qol! Dadam qo'lini siltab yuborgan edi, qayishning temir so'qasi oyimning chakkasiga tegdi. Oyim oh chekkancha cho'kkalab qoldi. Ammo o'sha zahoti gandiraklab turib meni quchoqladi. Chakkasidan qon sizib yuziga oqdi. "Qo'yvoring", dedi chinqirib. "O'ldirib qo'yasiz-ku bolani, qo'yvoring." "O'lsin, isnod keltiradigan bola kerakmas menga." Dadamning og'zidan oppoq ko'pik chiqa boshladi. "Ketsin", dedi ovozi ingichkalashib. "Yo'qolsin, yo'qol, qadam bosma uyga." U qo'limni qo'yib yubordi. Tutqanoq tutgan odamdek ikki qo'li silkina boshladi. Qayish yerga tushdi. Burnim qonayotganini endi payqadim. Hali yuzimga urganida qonagan ekanini bilmabman. "Ketaman", dedim kaftim bilan burnimni changallab. "Ketaman, Qo'qondagi oyimning oldiga ketaman." Qochmadim. Sekin-sekin kafshandozga bordim-da, eski tuflimni oyog'imga ildim. "Muzaffar!" Oyim dahshatdan ko'zi olayib men tomonga otildi. Dadam holsizlanib yerga o'tirib qolgan. Oyoq qo'li baravar qaltirar edi. Oyim qo'l cho'zishi bilan ayvonga, undan hovliga otildim. "Muzaffar!" Oyimning chinqiroq ovoziga Omonning yig'isi qo'shildi. "Oyi, dadam yiqilib tushdilar, oyi." Ko'chaga yugurib chiqdim. Duch kelgan tomonga chopib ketdim. Hali oy chiqmagan, ko'chalar qorong'i, jimjit edi. Yelkamning achishib og'riyotgani, oyog'im sovqotayotganini payqadim. Mayka trusida ekanimni endi bildim. Orqada ko'cha boshida oyimning chaqirgani eshitildi. "Muzaffaru!" Xuddi oyim quvib yetadigandek chopib ketdim. Tuflimning ipi tovonimga botib g'ashimni keltirar, ammo to'xtagim kelmas. Yuragim ko'kragimdan otilib ketgudek gursillar chanqagan edim. "Ketaman, Qo'qondagi oyimning oldiga ketaman. Oyim urmaydi meni." Shu gap xayolimga kelishi bilan qo'qonlik oyimni ham yomon ko'rib ketdim. Hammasi shuni deb bo'ldi. Pul bermasa shuncha gap yo'q edi. Hali dadam do'ppini ko'rib qolsa nima qilarkin? Papkada zoologiya kitobining ichida turibdi. Qo'qonlik oyim avval kelganida ham janjal bo'lgandi. Baribir dadamni ham yomon ko'raman. Nega uradi? O'g'irlab olganim yo'q-ku. Bir mahal vahimali shovullashni eshitib to'xtab qoldim. Alvasti ko'prikka kelib qopman. Qo'rqqanimdan jon holatda temir yo'l tomonga yugurib ketdim. Uzoqdan 3 ta chiroq ko'rindi. Yaqinlashib kelayotgan poyezdning taraqa turuq ovozi eshitildi. Poyezd tomonga jonim boricha chopdim. Ketaman. Poyezdga osilib bo'lsa ham Qo'qonga ketaman. Tor so'qmoqdan yugurib borar ekanman. Gullagan na'mataklar yuz ko'zimga tikan sanchar, ammo og'riq sezmasdim. Tezroq chopsam
poyezdga yetib oladigandek edim. Baribir yetolmadim. Temir yo'lga yaqin borganimda poyezd allaqachon uzoqlashib ketgan edi. Yana bo'rijarning vahimali guvillashi eshitildi. Shag'al ko'tarmadan chiqib borayotib, 2 marta munkib ketdim. Temir yo'l ustiga chiqqanimda qora ammam esimga tushdi. Ammamnikiga boraman. Qora ammam yaxshi. Shovullab turgan qamishlardan o'tayotganimda battar qo'rqdim. Xuddi qamishlar orasidan birov pusib chiqib kelayotganday. Aksiga olib nuqul botinkam sassiq balchiqqa botadi. Qurbaqalar tinimsiz vaqillaydi. Allaqayerda boyqush hu qiladi. Nihoyat No'g'ayqo'rg'on chiroqlari ko'rindi. Pastak eshikni taqqillataverib qo'lim og'rib ketdi. Nihoyat ichkaridan qora ammamning harsillab nafas olishi eshitildi. "Kimdi?" dedi yaqin kelib. "Oching, qora ammam menman", dedim hovliqib. Ammam shosha-pisha zanjirni tushirdi. Qorong'i bo'lsa ham qo'rqib ketganini, nuqul yoqasini ochib ko'ksiga tuflayotganini ko'rdim. Ichidagi odamchilar bor ovozda hushtak chala boshladi. Voy, o'lmasam", dedi hansirab. "Voy sho'rim, gapirsang-chi, nima bo'ldi?" "O'zim", dedim iljayib. "Qo'rqmang, amma." Ichkariga olib kirganidan keyin battar vahimaga tushdi. "Nima bo'ldi?" dedi yana chirqillab. "Kim o'ldi?" Qarasam, ammam o'zini tashlab yuboradigan. Darrov o'zimni bosib oldim. To'g'rida, yigit bo'lib qolganmiz biz ham. "O'zim", dedim yupatib. "Sizni ko'rgani keldim." "Yo'q, bir gap bo'lgan. Ayta qolsang-chi, bolam. Shuncha ko'rgiligim yetmasmidi?" U yig'lamoqchi bo'ldi-yu, ko'ziga yosh kelmadi. Nafasi qaytib jimib qoldi. "O'zim, qoramma, o'zim", dedim baqirib. "Hammalari yaxshi." Ammam sal-pal hushiga keldi, lekin baribir ishonmadi. Ko'rinishim ham haligidaqa bo'lsa kerak-da. Maykachan, trusichan, oyog'im loy. U shosha-pisha obdasida suv olib keldi. O'zim yuvaman desam ham ko'nmasdan suv quyib turdi. "Muzlab ketibsan-ku", dedi nafasi g'ijillab. "Tinchlikmi?" Yana iljaydim. "Tinchlik dedim-ku, amma qo'rqmang." U anchadan keyin biroz o'ziga keldi. "Vahimang qurmasin, ko'paygur", dedi ko'rpaga o'rab boshimga yostiq qo'yarkan. "O'takamni 10 bo'lding-ku", shunday deb kosa ko'targanicha munkillab oshxonaga ketdi. Iliqqina ko'rpaga o'ralib yotar ekanman, uyni tomosha qildim. Hammasi o'sha. Shiftda qaldirg'och ini, 2ta qaldirg'och boshini chiqarib mo'ralayapti. Hali tuxum qo'ymagan, tuxumi bo'lsa bezovtalanib qolardi. Pashsha o'tirib dog' bo'lib ketgan olmadek lampochka atrofida chivinlar g'ujg'on uradi. Devordagi mixlarga behilar ilib qo'yilgan. Qishda kelganimda ko'p edi. Endi 8 ta qopti. Devorda 2ta surat, salla o'ragan bobom bilan do'ppi kiygan Kimsan akam. Qiziq. Hozir Kimsan akamdek yigitlar soch qo'yadi. Kimsan akamda yo'q. Katta bo'lsam men ham soch qo'yaman. Polbokus. Ammam inqillab yarim kosa moshkichiri isitib kirdi. Ustida ko'k piyoz ham bor. Qornim och edi. Moshkichiri shirin ekan. "Yuragimni yording-a, bolam", dedi ammam, ichiga tushib ketgan chakaklarini arang qimirlatib. "Bugun bormoqchi edim, quvvatim yetmadi. Cholim bilan Kimsanim tushimga kiribdi. Ikkovi ham bezovta bo'lib yuribdi. Qizimga bir gap bo'ldi devdim. Rostini ayt, nima bo'ldi o'zi?" Negadir qo'qonlik oyim yana ko'z oldimga keldi. Yig'lab turgani, yalingani. Keyin dadamdan kaltak yeganim. "Amma bir narsa so'rasam, rostini aytasizmi?" Xuddi katta odamlardek salmoqlab gapirdim shekilli. Ammam hayron bo'lib ko'zimga qaradi. "So'ra, bolam, so'ray qol", dedi shosha-pisha. "Qachon seni aldabman?"
Mening oyim kim? Ammam og'zini ochib angrayib qoldi. Ichidagi odamchilar g'ijirlab hushtak chala boshladi. Kim? Dedim ko'ziga tikilib. Nima edi? Qo'qonga ketaman. Menga pul bering. Ammam javob berish o'rniga negadir yuzini burdi. Boshidan ro'molini sidirib oldi-da, tizzasiga tashlab, qing'ir qiyshiq barmoqlari bilan g'ijimlay boshladi. Yuzi yana ham qorayib ketgandek bo'ldi. Qiziq. Bultur kech kuzda dadam bilan kolxoz poliziga borganimiz esimga tushdi. O'shanda ustiga qirov tushgan qora tarvuzlarni ko'rgan edim. Ammamning boshi xuddi o'shanaqa qirov tushgan tarvuzga o'xshab ketdi. Sochi oppoq, yuzi qop-qora. Chuqur jimlik cho'kdi. Shiftdagi lampochka atrofida parvonalar unsiz aylanadi. Inidan mo'ralagan ikkita qaldirg'och vit vit deb bir-birini nari-beri suradi. Hovli tomonda mushuk beozor miyovladi. Behi isi aralash isiriq hidi anqiydi. Devordan Kimsan akamning surati kulimsirab qarab turibdi. Husan buvam qovog'ini solayotganga o'xshaydi. Ammam gapirmaydi. Faqat tomog'i hushtak chalib, entikib nafas oladi. Bir mahal u qaddini rostladi. Nursiz ko'zlarini ko'zimga qadadi. Ovqatingni yemading-ku, dedi bo'sh kosaga imo qilib. Keyin negadir jilmaydi. Kimsanim keladi, dedi to'satdan. Agar bu dunyoda insof degan narsa bor bo'lsa keladi. Cholim rahmatli o'g'lini ko'rmadi. Urush bitganiga qancha bo'ldi. U xol-xol dog' bosgan barmoqlarini titrab sanadi. Uzoq sanadi urush bitganiga qancha bo'lganini. Kimsan akam urushga ketganida necha yoshda bo'lgani-yu, hozir necha yoshga yetganini. So'ng jilmaydi. Chakaklari tirishib, ko'zida nur paydo bo'ldi. Kimsan akang kelishi bilan to'y qilamiz. Kelinnikiga to'yni sen olib borasan, xo'pmi? Qo'y yetaklab borasan. Senga to'n kiygizishadi. Xudo tomon to'n kiygizib, belingga qiyiqcha bog'laydi. Ammam qiziq. Men nimani so'rayapman, u nima deyapti? Ammamning harsillab nafas olgancha bir ohangda gapirishi ta'sir qildimi, charchagan ekanmanmi? Lampochka atrofida muttasil aylanayotgan parvonalarga tikilib, yotib uxlab qopman. Ko'zimni ochsam, xontaxta oldida qora ammam bilan oyim sekin-sekin gaplashib, choy ichib o'tirishibdi. Oyim peshonabog'ini pastroq tang'ib olibdi. Chakkasiga paxta qo'yib bog'lagan shekilli, o'sha joyi do'ppayib turibdi. Qimirlagan edim, yelkam achishib og'ridi. Kecha dadamdan kaltak yeganim, Qo'qonga qochib ketishim kerakligi esimga tushib, qovog'imni solib oldim. Maktabingga kech qolding-ku, Muzaffar, dedi oyim hech nima bo'lmagandek xotirjam ohangda. Kechasi bilan qidirmagan joyim qolmadi. Odamni bunaqa qo'rqitmayin-da, o'g'lim. Kesa buvsinikiga ketdi, sanga nima? Qora ammam oyimni jerkib berdi. Eringga aytib qo'y, xohlasa har kuni keladi. Tura qol, bolam, shirchoying sovib qoladi. Qovoq tumshug'im osilib, hovliga tushib ketayotganimda qora ammamning gapini eshitib qoldim. Shomurodga aytib qo'y, shu bolaga yana bir marta qo'l ko'tarsa, u dunyoyi bu dunyo norozi bo'laman. Cholim tushimga kirib yuribdi. Bir kun yo'g'imga ahvoling shu-da, deb chirqillayapti. Buvayni arvohidan qo'rqmaysanlarmi? Oyim ovozini pasaytirib bir nima dedi, eshitmadim. 55-trek. 30-bob. Ra'no hikoyasi. Shirin yolg'ondan achchiq haqiqat afzal.
Bo'ldi. Hammasi tamom bo'ldi. Yetar axir. Odam birovni aldashi mumkin, ammo o'zingni o'zing alday olmaysan. Osmondagi yulduzni uzib olib bo'lmaydi. Meni shu ko'yga ana bu benomus zakunchi soldi. Nachora, yaxshilikning ham, yomonlikning ham poyoni bo'ladi. O'sha 3 yil oldingi g'alvadan keyin u ham aldovga chek qo'ydi. O'ng quloq, chap qulog'ing bilan eshitib qo'y. Bolangni olib kelmayman. Xohlasang nasibani tashlaganda ketaver dedi. Ish ko'pmish. Akasining yillik ma'rakasini o'tkazish kerakmish. Nimayam derdim. Rost. Hammasi to'g'ri. Qaynog'am otalik qildi. Unga emas, menga. Shu odam bo'lmasa, Oysara opam bo'lmasa, bu iymonsiz meni yerdan chiqqan zamburug'dek bir bosib pachaqlab tashlardi. Tiriklarni hurmatlagan odam marhumlarni izzat qiladi. Azbaroyi qaynog'am haqqi, azbaroyi Oysara opam hurmati hamma ma'rakalarda turib berdim. Oysara, bechora Oysara opam o'z g'ami o'ziga yetmagandek mening qo'ltig'imga kirdi. Xursand bo'ling, jon singlim. O'g'lingiz tirik ekan, shunga shukr qiling. Ot aylanib qozig'ini topadi. Bir kuni sizni o'zi topib keladi. Doim shunaqa deydi. Ana bu murtadga qolsa, Yo'ldoshxonni vokzalda hammol qilib ishlatib, pulini kissaga urmoqchi edi. Qo'ymadim. Oysara opaga yalinib yolvordim. Institutga kirsin, men yordam beraman dedim. Yo'q. Yo'ldoshxonni men o'qishga olib kirmadim. O'z kuchi bilan o'qiyapti. Biroq men ham aldovga aldov bilan javob qildim. Bor but shudim, uzugim, bilaguzugim, ziraklarim hammasini sotdim. Hammasini. Topgan pulimni Oysara opaga berdim. Bu bo'lsa haliyam Marja opadan unadigan 10 mingni kutib yuribdi. To'g'ri, menga ishonmay Toshkentga necha marta qatnadi. Qo'lidan nima kelardi? U bilgan qonunlarni men ham suv qilib ichib yubordim. Qonun shunaqa ekanki, bir odam ikkinchi bir odamning uyida 5 yil yashasa-yu yer solig'i, straxovaniya solig'i, yana qator soliqlarni to'lasa, uy o'shaning nomiga o'tishi mumkin ekan. Marja opaga tayinladim. Da'vogardan boshqa hech kim bilan gaplashmaysiz dedim. Zakunchi odamgarchilik qonunidan bo'lak jamiki kodekslarni biladigan Umar aka endi menga yalinishga tushdi. Yalinaver. Hammasi allaqachon hal bo'lgan. Hamma hujjatlarga qo'l qo'yib bo'lganman. Na ilojki qo'l qo'yib bo'lmaydigan qonunlar ham bor ekan. Kirmagan ko'cham qoldimi o'zi? Bosh suqmagan eshigimchi? Hamma joyda, hamma advokatura-yu sudda bir xil gap aytishdi. Bola katta bo'lsin, o'zi hal qiladi. Men go'l emasman, ovsar emasman. Qaysi ishga kirmay, erkakdir, xotindir, bir xil savol beradi. Ketib qolganingizda bola necha yoshda edi? Yosh nima qiladi? 3 oylik edi-ku, 90 kunlik. Tutilib shuni aytishim bilan yelkasini qisadi. Xo'sh, nima deysiz? Bolada nima haqingiz bor? Ajab dunyo ekan. Eng bebaho narsangizni yo'qotib qo'ysangiz u uni birovning qo'lida ko'rib, shu meniki deb da'vo qilsangiz, hukmni ajrim qiladiganlar esa 14 yildan beri qayoqda edingiz desa, nima qilasiz? Axir men o'shandan keyin ham keldim. Ko'p keldim. Mol poylagan o'g'ridek o'z bolamni chekka-chekkadan ko'rib, yig'lab ketdim. Bugun hamma umidim puchga chiqdi. Avval boshi ana bu zahar zaqqum direktor,
bu ishni sud hal qiladi deb jerkib berdi. Ustiga ustak ota onasi bor deb Shomurod bilan anavi Robiyani eslatdi. Nazarimda Muzaffar direktor oldida uyalib ketgandek bo'ldi. O'z bolam mendan onasidan nomus qildi. Keyin tinch qo'ying deb yer tepindi. Qiziq. Bolamning ko'zlarida g'azab emas, nafrat emas, allaqanday begona bir tuyg'uni ko'rdim. Yo'q, Muzaffar hech qachon menga o'g'il bo'lmaydi. Qo'qonga olib qochib ketadi deb qo'rqdi. Xo'p, aldab-suldab obordim ham deylik. Ana bu otalik qiladimi bolamga? Bag'riga bosadimi? Yo'q, ikki dunyoda ham. Shuni bilarkanman, nega yolg'on gapirdim? Nasiba seni sog'inyapti, akam qachon keladi deb kutyapti dedimmi? Nima keragi bor edi shu gapning? Axir qizim uni ko'rarga ko'zi yo'q-ku. Umar aka Nasibani allaqachon Muzaffarga qirpichoq qilib qayrab qo'ygan-ku. Nima qilaman ikkala bolani baravar qiynab? Bolam. Muzaffarim yigit bo'lib qopti. Mo'ylovi sabza uribdi. Ovozi do'rillab qolibdi. Vijdonsiz cho'loq. Aqalli shu kuni yasantirib qo'ysa o'ladimi? Ana o'sha shallaqi Robiya jilla qursa tug'ilgan kunida bolaga yirtiq shim kiygizishga uyalmaydimi? Zolimmi, ablahmi, otasi Nasibaga har yil tug'ilgan kuni bosh oyoq sarpo qiladi-ku. O'g'lim bo'lsa pochasi ilma teshik shim kiyib yuribdi. Tug'ilgan kunni qayoqdan biladi qishloq Robiya? Bolaning ko'nglini olish xayoliga keladimi to'pori cho'loqning? Yaxshi ham cho'ntagiga pul solib qo'yganim. Bilib qo'ylaring, bolaning ko'nglini senlar ololmasang, xursand qiladigan onasi bor. Qayerga kelib qoldim? Ajab, o'zimizning ko'cha-ku. Yangi mahalla, tor ko'cha, paxsa devorlar orqasidan dovcha tukkan o'riklar mo'ralab turibdi. Qiziq, inson umri shunaqa tez o'tarkanmi? Kechagina emasmidi shu ko'chada qo'shni qizaloqlar bilan sopalak o'ynaganimiz? Kechagina emasmidi shu ko'chadan 5 bolaboyning hovlisida ochilgan maktabga yugurganimiz? Devorga osilib dovutcha o'g'irlaganimiz kechagina emasmidi? Keyin tekstilga borganim, Shomurod aka bilan tanishganim. O'shanda ham birovdan uyalgandek yerga qarab turardi. Mana shu sada tagigacha kuzatib kelardi-da, Ra'noxon, bora qoling, qo'ni qo'shnilar gap qilib yurmasin deb xayrlashardi. Hatto qo'limdan ham ushlamasdi. Keyin karnay-surnay bilan tor ko'chani to'latib kelishdi. 41-yilning 1-may bayramiga mening bayramim qo'shilib ketdi. Urush. Qor tushgan kuni oyog'iga osilib yig'laganim. Undan keyin Umar aka, to'shakka yopishgan onam. Oyoq qo'li shishib ketgan onam o'layotganda qiziq gap aytdi. Negadir menga emas, o'zbekchani binoyidek tushunib qolgan Marja opaga qarab gapirdi. Marja qizim, taomilda o'g'il bo'lmasa, qaynonani kuyov yerga qo'yadi. Shomurodim urushda. Vasiyatim shuki, kafanimga nomahram erkakning qo'li tegmasin. Umar aka o'shanda ham xiyonat qildi. Onamning ruhini oyoq osti qilib, xuddi kuyovdek, yo'q, xo'jalikning otasidek onamni o'z oyog'i bilan tepkilab ko'mdi. Ota emish. O'z qizini yo'ldan urgan ota. Tamom bo'ldi. Bugun hammasi tamom bo'ldi. Nima qilay? Osmondagi yulduzdek uzoqlab ketgan o'g'lim deb qizimdan, Nasibadan ayrilishim kerakmi? Bugun Muzaffar ochiq oydin aytdi-ku. Tinch qo'ying, dedi-ku.
Javobimni oldim, bo'ldi-da. Mingta shirin yolg'ondan bitta achchiq haqiqat afzal. Oysara opam to'g'ri aytadi. Muzaffar erta indin esini tanib oladi. Ot aylanib qozig'ini topadi. Endi kelmayman. Bo'ldi. Nima qilaman bolani qiynab? Ammo xat yozib turaman. Kerak bo'lsa Shomrat akaga, Robiyaga yozaman. Insofi bordir axir. Odam-ku ular ham. Tushunar. 56-trek. 31-bob. 10-sinf o'quvchisi Muzaffar Shomurodov hikoyasi. Minavvar, cho'ntagingda nima bor? Ertaga yo Sherzod o'ladi, yo men. Bo'lar ish bo'ldi. O'lsam o'laman, ammo yo'l berish yo'q. Bilaman, Sherzod suzishga usta. Nima qilganda ham No'g'ay qo'rg'onda katta bo'lgan. Bo'rijarda ko'p cho'milgan. Men suzishni bilmayman. Garovning sharti yomon. Alvasti ko'prikdan Bo'rijarga kalla tashlab suzib chiqish. Kalla tashlash u yoqda tursin, ko'prikka yaqin borgan odamning vahmi keladi. Suv ko'prik tagiga kirib ketayotganida ayniqsa quturib oqadi. Narigi tomoni esa sayoz. Qamishzor chetida to'nkalar, allaqayoqdan keltirib tashlangan beton plitalar, temir armaturalar qalashib yotadi. Ko'prik tagiga kirib ketdingmi? Tamom, tirik qolmaysan. Suv kuch bilan oborib uradi-yu, parcha-parcha qilib tashlaydi. 3 yildirki shu yo'ldan No'g'ay qo'rg'ondagi katta maktabga qatnayman. Bultur bahorda suv o'rtasida armaturaga sanchilib, ship o'lib yotgan qo'yni ko'rganman. Xuddi sixga tortilgandek qornidan armaturaga ilinib sasib ketgan. O'zim kichkinaligimdan Alvasti ko'prikni yomon ko'rardim. Dadam bilan qora ammamnikiga kelganimda ham, keyin ham shu yerdan o'tishga yuragim bezillardi. Mana oxiri nima bo'lsa bo'ldi. Sherzodga yutqizgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Shu bolani 8-sinfga kelganimdayoq yomon ko'rib qolganman. Olifta soat taqadi. Dadam rayonada ishlaydi deb maqtanadi-da. Balki Minavvar bo'lmaganida Sherzod bilan urushib qolmasmidik. Yo'q, Sherzod oraga suqilmasa, Minavvar meniki bo'lardi. Hammasiga shu aybdor. Ahmoq ekanman-da, Minavvarni shu oliftaga berib qo'yib, olishaman. Oxirigacha olishaman. Aslida boshqa sinfdoshlarim bilan Chilonzordagi maktabga o'tsam bo'lar ekan. 7ni bitirganimizda Sulaymon aka aytdi, ko'tarmaning bir qismi shaharga o'tdi. Chilonzordagi maktabga borib, 10ni o'sha yerda bitiringlar, dedi-yu, dadam bilan oyim ko'nishmadi. Har kuni avtobusga osilib yurasanmi? No'g'ay qo'rg'on o'zimizniki. Vaqt bevaqt maktabingga kirib turamiz, deyishdi. 30 ta boladan faqat 2 kishi men bilan Abduvali No'g'ay qo'rg'onga qatnaydigan bo'ldik. Yo'l yaqin, faqat qish kunlari maktabdan qaytayotganda kech bo'lib ketadi. Abduvali ikkalamiz kelamiz. Kelamizda Alvasti ko'prikka yaqinlashganda jimib qolamiz. Ammam aytib bergan vahimali gaplar esimga tushadi. Ko'prik tagidan Alvasti chiqib kelayotganga o'xshayveradi. Bilaman, Abduvali ham o'sha tomonga qarab qo'yadi. Lekin ikkalamiz ham qo'rqayotganimizni sezdirmaymiz. Yong'oqzor ichiga kirgandan keyin hech nima bo'lmaganday yana gaplashib ketaveramiz. U yoq o'zimizniki. Yo'q, keyinchalik ko'nikib ketdik. Qorong'ida ham Alvasti ko'prikdan bemalol o'tadigan bo'ldik. Yangi maktabga kelganimizda 8-sinfdagi bolalar ham, qizlar ham bizga ola qarab yurishdi. Nima qilsa ham ular ko'pchilik, 7 yil birga o'qigan, bizlar 2 kishi. Orqadagi partaga o'tirib olganmiz. Hech kim biz bilan gaplashmaydi ham, o'ynamaydi ham. O'shanda qora ammamnikida ko'rgan bir voqea esimga tushgan edi. Bir kuni ammamnikiga borsam, katakdagi 10 tacha tovuq bitta chipor tovuqni o'rtaga olib cho'qilyapti. Kish deb haydasam ham parvo qilmaydi.
ammamdan nimaga bunaqa deb so'rasam tushuntirgan edi. Bitta minorka tovuq olib keluvdim. Bu o'lat tekkurlar begonasirab chiqishtirmayapti. Yangi maktabda Abduvali ikkalamiz o'sha chipor tovuqning ahvoliga tushib qoldik. O'zimning maktabimda bo'lsam-ku, kuzur bo'lib yurardim. Bu yerda g'ing desam hammasi birgalashib talaydi. Tag'in ko'pchiligi bolalar. Faqat 8 ta qiz bor. Hammasi qora qizlar. Undan ko'ra o'zimizning ko'tarmali qizlar chiroyli edi. Bular tapliga o'xshaydimi-ey? Faqat Minavvar boshqacha. Yuzi oppoqqina, kipriklari uzun-uzun, ko'zlari odamga bir nima demoqchimisan deganda qarab turadi. Hamma qizlar sochini maydalab urib, uchiga pilik taqib yursa, Minavvar chiroyli qilib turmaklab oladi. Birinchi partada o'tiradi. O'qituvchilar qaysi fandan so'ramasin, sekin qo'lini ko'tarib doskaga chiqadi. Nima qilsa ham shaharlikda. Qo'zivoy degan bola bor. O'zi mushdek, kallasi xumdek, doim Sherzodga ergashib yuradi. Har narsadan xabardor, o'lgudek bahmadana. O'sha Qo'zivoyning aytishiga qaraganda, Minavvar avval shaharlik emas ekan. No'g'oy qo'rg'onda turishar ekan. 3-sinfda o'qiyotganida uy ichi bilan tekstil tomonga ko'chib ketishgan ekan. Minavvar maktabni o'zgartirgisi kelmay, o'sha yerdan qatnab o'qir ekan. O'zi ham boshqa qizlarga o'xshamaydi. Kam gapiradi, tanaffus paytida sinfdan chiqmay kitob o'qiydi. O'zi eng chiroyli qiz-ku, ot xunuk. Minavvar. Shu ham ot bo'ldi-yu. Yangi maktabda eski qiliqlarimni tashlashga majbur bo'ldim. Lekin bir umr mum tishlab yura olmayman-ku. Bultur 9-sinfda o'qiyotganimda xuddi o'sha Minavvarga tegajoqlik qilgim keldi. Katta tanaffusda qarasam, birinchi partada o'tirib olib kitob o'qiyapti. "Nima qilyapsan-u?" dedim, nima qilayotganini bilib tursam ham ataylab. Minavvar hayron bo'lgandek, uzun kipriklarini pirpiratdi. "Kitob o'qiyapman," dedi sekin. "Qanaqa kitob?" "Fizika." Boshingga urasanmi fizikani? Eng kerakli fan-ku. Kosmosga laykani uchirgan olimlar fizikda. Gapini qarang. Layka uchirilganini men bilmaydigandek. Ensam qotdi. "Nima, olim bo'lmoqchimisan sen ham?" Minavvar yelkasini qisdi. "Olim bo'lish shartmi?" "Sendan 2 dunyoda ham olim chiqmaydi," dedim jig'iga tegish uchun. "Bilasanmi, sen kimsan? Minavvarsan. Minavvar, cho'ntagingda nima bor? Sichqonning ini bor, kalamushning dumi bor. Dumingni bitta ko'rsat." Minavvarning oppoq yuzi qizarib ketdi. Yig'lab yuborishini kutib turgan edim, yig'lamadi. "Birinchidan, Minavvar emas, Munavvar," dedi uzun kipriklarini pirpiratib. "Munavvar nurli degani. Ikkinchidan," u bir zum ko'zimga qarab turdi-da, negadir alamliroq kuldi. "Yosh bolaga o'xshaysan-a, Muzaffar. Undan ko'ra yaxshiroq o'qisang-chi." Agar u yig'lab yuborganida yoki o'zimizning maktabdagi qizlarga o'xshab, basharang qursin deb qarg'aganida maza qilgan bo'lardim. Xuddi kattalardek dashnom berishidan esankirab qoldim. "O, kelgindi. Nimada birovning boshini aylantiryapsan?" Qulog'im tagida do'rillagan ovozdan cho'chib tushdim. Qarasam, shundoq yonimda Sherzod turibdi. Sochi silliq taralgan, qo'lida soat. Nazarimda Minavvar kulib qo'ygandek bo'ldi. Cho'chib ketganim o'zimga alam qildi. "Xo'jayinmisan?" dedim bo'ynimni cho'zib. O'zimni o'nglaguncha bo'lmay tumshug'imga mush tushdi. "Voy oliftey, hali shundan kaltak yeymanmi? Urush mana bunaqa bo'ladi," dedim-da tasir-tusir qilib solib ketdim. Sherzodning silliq taralgan sochi yuziga yoyilib tushib, ko'zini to'sib qo'ydi. Qorniga tushgan mush zarbidan obkashdek ikki bukilib qoldi. O'sha zahoti sinfga 10 tacha bola yopirilib kirdi. Qo'li yetgani urdi, qo'li yetmagani tepdi. Minavvarning partasiga suyanib olgancha
duch kelganini musht bilan siylab turgan edim, oradan Qo'zivoy otilib chiqdi. "Qoch hammang!" dedi bolalarni nari-beri itarib. Partaga suyangancha nafasimni rostlab oldim. Sherzod doska oldida kafti bilan yuzini changallagancha cho'nqayib o'tirar, to'xtovsiz ixrar edi. Qo'zivoy hammani har yoqqa surib, 3-4 qadam orqaga, Sherzod cho'nqayib o'tirgan doska tomonga tisarildi. Nima qilmoqchi bu gurji pakana? Qo'lidan nima kelardi? "Qo'yinglar, bo'ldi." Minavvar rangi quv o'chgancha o'rindan turib ketdi. "Bor joyingga. Borgan sen ham", dedi menga iltimos qilib. Ko'zimga shunday ma'noli qaradiki, o'zimning xo'rozligimdan o'zim uyalib ketdim. Endi burilib ketmoqchi edim, eshik oldida turgan Abduvali baqirib qoldi. "Muzaffar!" Yarq etib o'girilib qaraganimni bilaman. Qo'zivoy suzong'ich qo'chqorday boshini ichiga tortib uchib keldi-da, 2 qadam qolganida qaddini rostlab to'satdan sapchidi. Yuzim jiq etganini sal-pal eshitdim-u, ko'zim qorong'ilashib, Minavvarning ustiga chalqanchasiga yiqildim. Sinfda qahqaha portladi. Minavvarning tizzasiga o'tirib qolgan, oyog'im osmondan bo'lib, parta ustida tipirlar. Minavvar "Tursangchi!" deb yelkamga turtar, burnim achishar, bolalar bo'lsa maza qilib kulishar edi. Abduvali yugurib kelib qo'limdan tortdi. Parta ustidan oshib yerga tushdim. Boshim aylanar, yuzim achishar edi. "Burning qonayapti." Abduvali cho'ntagidan ro'molcha olib uzatdi. Qo'zivoyga tashlangan edim, bolalar orasiga o'zini urdi. Qo'ng'iroq jiringladi. Bolalar pildir-pis bo'lib joy-joyiga o'tirishdi. Sherzod ham qornini changallagancha o'z partasiga ketdi. Abduvali qo'ltig'imdan olib, orqa partaga sudrarkan, Minavvarga qaradim. U tirsaklarini partaga tiragancha kafti bilan yuzini to'sib o'tirardi. O'sha kuni darsdan chiqsam, Abduvali ikkalamizni maktab darvozasi oldida 20 tacha bola kutib turibdi. Sherzod yonimga kelayotganida papkamni Abduvaliga uzatdim. "Bitta", dedim mush tugib. "Yaxshi bo'ldi. Sulayib qolganimcha olishaman. Boshqalari mayli-ku, ayniqsa yuzimga kalla urib, burnimni qonatgan anavi Qo'zivoyning xumdek boshini yormaguncha tinchimayman." Abduvali 2 qo'lida 2 papka bilan Sherzodning yo'lini to'sdi. "Qo'yinglar, nima keragi bor?" Sherzod qo'li bilan Abduvalini nari surdi. "Qo'rqma", dedi do'rlab. "Urmayman." U kafti bilan sochini tekislab menga yuzma-yuz keldi. "Seni ham urmaymiz, ammo bitta gapni aytib qo'yay. 2-chi Minavvarga gapirsang, poyezd tagiga tiqib yuboraman. Minavvar meniki, tushundingmi?" U bir pas ko'zini olaytirib turdi-da, yerga tupurib, tuflisini uchi bilan tupugini ezg'iladi. "Senga o'xshagan savodsizni boshiga uradimi? Tengi bilan-da." Bolalar biri iljayib, biri so'kinib tarqalishdi. Darvoza oldida Abduvali ikkalamiz qoldik. "Yur, ketdik." Abduvali papkamni qo'limga tutqazdi. "Olishma shular bilan, o'rtoq." Mushlashsak yengil tortardim. Sherzodning savodsiz degani ayniqsa alam qilardi. "Men savodsizmi? Ko'ramiz kim savodli bo'lishini. Sendan yaxshiroq o'qimasam odammasman." To'g'ri, 1.5 yillikni 3 aralash bitirdim, lekin 3-chorakda nuqul 5 ola boshladim. O'qituvchilar u yoqda tursin, dadam bilan oyim ham mendek ahmoqqa qayoqdan insof kirganini bilish olmas, quyilgani rost bo'lsin deb quvonishar edi. Ammam bo'lsa, "Sho'x bola tez quyiladi demanmidim. Robi, ko'rasan hali o'g'ling yurt so'raydigan ministr bo'ladi", deb karomat qilardi. Bir kuni qiziq bo'ldi. Gagarin kosmosga uchganidan keyin bir haftalar o'tganida Minavvar sochiga olma g'ulining shoxchasini qistirib keldi. Fizika darsida doskaga chiqib javob berdi. Javob beryapti-yu, 2 ko'zi menda. To'g'risi, men doskaga chiqsam, Minavvardan, u doskaga chiqsa, mendan ko'z uzmay javob beradigan bo'lib qolganmiz. Negadir Minavvarga qarab gapirsam,
Aqlim yaxshi ishlayotganga o'xshaydi. Bundan chiqdi, uniki ham shunaqa ekanda. U ham mendan ko'z uzmaydi-ku. Munavvar darslikdagi gaplarni aytib bo'ldi-da, negadir o'tlab ketdi. Inson kosmosga chiqdi, dedi hamon mendan ko'z uzmay. Endi urush bo'lmaydi, otalar o'lmaydi, onalar kasal bo'lmaydi. Shu yildan darsga kirgan yosh o'qituvchi qiz avvaliga hayron bo'lib qoldi. Keyin tez-tez bosh silkib tasdiqladi. To'g'ri aytasan, rahmat. 5. 6-dars bitganidan keyin qarasam, hamma turib ketyapti-yu, Munavvar joyidan qimirlamayapti. Boshqa kunlari avtobusdan qolib ketmaslik uchun hammadan oldin ko'chaga yugurardi. Men ham ataylab papkamni imillab yig'ishtira boshladim. Ketdikmi? Dedi Abduvali tirsagi bilan turtib. Bor ishingni qil. Bir jerkingan edim. Abduvali hayron bo'lib, kitob daftarini papkasiga tiqdi-da, o'rnidan turdi. Poylab turaymi? Yo'lni o'zim bilaman, dedim to'ng'illab. Ketaver. Sinfda 2-3 ta qora qiz qolgan. Hamma bolalar Sherzod bilan Qo'zivoy ham chiqib ketishgan edi. Bilaman, baribir Sherzod poylab turadi. Munavvarning chiqishini kutadi. Shu qilganiga Munavvar bilan chiqaman. Bir ko'rib qo'ysin. Ana, Munavvar kitoblarini bitta-bitta papkasiga solyapti. Qora qizlar ham bir-birlari bilan ma'nodor ko'z urushtirib olishdi-da chiqib ketishdi. Sekin-sekin yurib, Munavvarning oldiga bordim. Gapiray desam, hech nima esimga kelmaydi. Tepasida serrayib turdimda so'radim. Sen kosmonavt bo'lmoqchimisan, Munavvar? Negadir ovozim titrab chiqdi. Munavvar kuldi. Uzun kipriklari pirpirab ketdi. Mendan kosmonavt chiqmaydi, dedi sekin. Kulganidan ancha dadil tortdim. Nega chiqmas ekan? Fizikani yaxshi bilasan-ku. O'tir, bir narsa ko'rsataman. Munavvar parta chetiga surilib joy berdi. Beixtiyor papkamni parta ustiga qo'yib, yoniga o'tirdim. Dimog'imga olma gulining hidi urildi. Mana, u papkasini ochib, muqovasiga gazeta o'ralgan allaqanday ruscha kitobni oldi-da, o'rtasini ochdi. O'qi. Yaqin surilgan edim, tirsagim uning ko'ksiga tegib ketdi. Tok urgandek seskanib tushdim. Qo'limni tortib oldim. Ko'zlarim kitobda-yu, hech baloni o'qiy olmasdim. Negadir vujudim tarang tortilib ketgan, tirsagimni yana ko'targim kelardi. Einstein aytgan ekan, dedi u kulimsirab. Mabodo 3-jahon urushi bo'lsa, qanaqa qurol ishlatilishini bilmayman-u, ammo 4-jahon urushida kamon bilan toshbolta ishlatiladi. Bilasanmi bu nima degani? Hech baloga tushunmadim. Negadir tomog'im qurib ketgan, vujudimdan o't chiqib ketayotganga o'xshar edi. Sekin qarasam, ko'zimga tikilib turibdi. Birdan uning ham yuziga qon yugurganini, qisqa-qisqa nafas olayotganini sezdim. Uxlamadingmi? Dedim boshqa gap topolmay. Nimaga? Ko'zingni tagi ko'karibdi. Dadamning 7 yilligini o'tkazdik, dedi sekin. 4-da o'qiyotganimda o'lganlar. Gap bunda emas. U negadir jilmaydi. Yana yuzi qizardi. O'zim kasalman. Parogim bor. Shuning uchun mendan kosmonavt chiqmaydi. Nima u? Dedim qo'rqib. Tug'ma parog. Dilim o'ynaydi. U kipriklarini pirpiratib kulimsiradi. Shuning uchun mendan kosmonavt chiqmaydi. Men doktor bo'lmoqchiman. Juda bo'lmasa farmatsevt. Yurak parogini tuzadigan dori topaman. O'qimading-ku? U yana yonimga yaqin surildi. Mana, Einstein aytganki, tirsagim tag'in ko'kragiga tegdi. Ko'z o'ngim qorong'ilashib, badanim jimirlab ketdi. Nima qilayotganimni o'zim ham bilmay shart etib yelkasiga qo'l tashladim.
Munavvar. U sapchib o'rnidan turib ketdi. Voy jinni! Kitobni shosha-pisha papkasiga tiqdi-yu, chopib chiqib ketdi. Anchagacha o'tirgan joyimdan tura olmadim. Yuragim gursillab urar. Munavvarning voy jinni degani qulog'im ostida jaranglar, tizzalarim qaltirar edi. Nima? Xafa bo'lib aytdimi, erkalanibmi? Hovliga chiqqanimdan keyingina Sherzod o'rtoqlari bilan yo'limni poylab turgan bo'lishi kerak degan xayol miyamga keldi. Poylasa poylayversin. Menga desa 1000 kishi bo'lmaydimi? Qo'rqmayman. Munavvarni hech kimga bermayman. Qiziq. Yo'limni to'sishmadi. O'sha kuni g'alati tush ko'rdim. Umrim bino bo'lib birinchi marta rangli tush ko'rdim. Kattakon shaftoli zormish. Shaftolilar pushtirang gullab yotganmish. Shaftoli gullab bo'lgandi-ku, deb o'ylarmishman. Bir mahal shaftolizor orasidan Munavvar chiqib ketdi. Sochiga olma guli taqib olganmish. Egnida shaftoli guliga o'xshash pushtirang ko'ylak. Kechiyam olma guli taqib kelgandi dermishman. Oldiga yugurib boribman-da, yelkasiga qo'l tashlabman. Munavvar hayron bo'lib ko'zimga qarabdi. Uzun, chiroyli kipriklari pirpirab ketdi. Men seni yaxshi ko'raman, Munavvar, debman, baqirib. U negadir yig'lab yuboribdi. Keting, siz yomonsiz, debdi. Voy jinni, meni nega sizlaysan desam, g'oyib bo'lib qopti. Uyg'onib ketdim. Vujudimda huzur baxsh bir horg'inlik sezardim. O'shandan keyin anchagacha undan uyalib yurdim. Xuddi tushimda ko'rgan voqeani uyam sezib qoladigandek. Faqat bitta baxt bor men uchun. Har kuni qo'l berishib ko'rishaman. Qo'lini siqayotganimda tag'in tok urgandek a'zoyi badanim jimirlab ketadi. To'g'ri, bir marta yurak yutib, anchadan beri o'ylab yurgan gapimni aytdim. Munavvar, uylaring tekstilga yaqin-a? Ha, dedi u kulimsirab. Nima edi? O'sha yerda kino ham bor-a? Munavvar indamay bosh silkidi. Kinoga tushamizmi? Shunday dedim-u, o'zim qo'rqib ketdim. Urushib beradi, arazlaydi deb o'ylagan edim. Yo'q, urushmadi, lekin qat'iy bosh chayqadi. Muzaffar, dedi sekin. Yana shunaqa desang xafa bo'laman. Shu yil qishda bir hafta yomon qiynaldim. Qishki ta'tildan keyin Sherzod maqtanib qoldi. Endi eski kino ko'rdim, zo'r ekan. Bitta o'zing tushib nima qilarding? Dedi Qo'zivoy, mitti ko'zlarini yiltiratib. Aytsang, biz ham tushardik. Sherzod kuldi. Seni boshimga uramanmi? Munavvar bilan tushdim. Sherzod ko'zimga tikilib turib iljaydi. Rosa yig'ladi. Qizlar shunaqada kino ko'rsa ham yig'laydi. O'tirgan joyimga mixlanib qoldim. Rangim devor bo'lib ketganini o'zim ham sezib turardim. Shunaqa ekan-da Munavvar. Menga bunaqa deydi-da, u bilan kino yuradi. Ertasidan ko'rishmay qo'ydim. Uning hayron bo'lib qarab turganini ko'rsam g'ashim kelar. Kechalari uxlolmay chiqardim. Bir haftadan keyin yo'lakda o'zi oldimga keldi. Nima bo'ldi, kasalmisan? Dedi sekin. Uzun kipriklari titrab ketdi. Kino yaxshi ekanmi? Dedim g'azab bilan. Yana tushdilaringmi? Munavvar ko'zimga tikilib turdi-da, lablari pirpirab pichirladi. Qizlar aytsa ishonmavdim. Rost ekan-da. Shunday dedi-yu, sinf tomonga yugurdi. Beixtiyor men ham ergashdim. U sinfga otilib kirdi-da, doska oldida Qo'zivoy bilan gaplashib turgan Sherzodning yoniga bordi. Quloch kashlab, yuziga tarsaki tushirdi. Sherzodning rangi quv o'chib ketdi. "Ha", dedi do'rlab. "Nima qildim senga? Agar yana shunaqa tuhmat qilsang..." Munavvar partaga o'tirdi-yu, yuzini kafti bilan yashirib unsiz yig'lab yubordi.
Sherzod nima qilishini bilmay serrayib turib qolgan. Qo'zivoy goh menga, goh Munavvarga alang-jalang qarar. Men nima qilishimni bilmay talmovsirab turardim. Munavvarning boshini silab yupatkim kelar, ammo uyalardim. Bugun Sherzod bilan yana urushdik. Yo'q, urushmadik-ku, lekin baribir shunaqa bo'lishi kerak edi. Bir haftadan keyin imtihonlar boshlanadi. Bir oydan keyin hammamiz har yoqqa tarqalib ketamiz. Bilaman, Munavvar bilan Sherzod medal olishadi. Mening 4larim bor. Mayli, menga medal kerak emas. Munavvardan ayrilib qolishdan qo'rqaman. Qaniydi, Munavvar ham men ham o'qishni bitira olmay qolsak-ku, yanagi yil tag'in birga o'qisak. Iloji yo'q-da. Shunday qilib janjalni Sherzodning o'zi boshladi. Adabiyotdan konsultatsiya bo'lishi kerak edi. Sinfga kirishim bilan eng avval Munavvarni qidirdim. Yo'q, kelmabdi. Orqaroqda Sherzod, Qo'zivoy, yana 5-6 ta bola, maktab formasi o'rniga atlas ko'ylak kiyib olgan 3-4 ta qiz o'tiribdi. Bilaman, Munavvar konsultatsiyaga ko'pincha kelmaydi. Kelmasa ham darsni yaxshi biladi. Lekin gap bunda emas. Kun qizigan sayin yuragi bezovta bo'ladi. O'zi aytgan, yozda dilim yomon o'ynaydi degan. Shuni o'ylab ko'nglim g'ash tortdi. Kutib o'tiribmiz. Muallima opadan darak yo'q. Oxiri Sherzod o'qituvchilar xonasiga borib gap topib keldi. Konsultatsiya bo'lmasa ekan, Aziza opaning bolasi sariq bo'lib qopti. Mustaqil shug'ullanamiz. Maktabda o'tirib mustaqil shug'ullanish kimga yoqadi? Birovning qulupnayi bor, birovning pillasi, 5-6 bola bilan 2 ta qiz qoldi. Doim Munavvarga ergashib yuradigan qora qizlar. Sherzod o'qituvchi o'tiradigan stulga cho'kdi-da, soatiga qaradi. 12 bo'lyapti. Xo'sh, nima qilamiz? Hech kim churq etmadi. Bo'lmasa bir narsani aniqlab olaylik. U kattalardek salmoqlab gap boshladi. Maqsadsiz yashash hayvonlik. Kim qaysi kasbni tanlaganini bilib olsak. Sen u o'rtaroqdagi partada iljayib o'tirgan Qo'zivoydan so'radi. Kim bo'lmoqchisan? Shofyor. Qo'zivoy partani nog'ora qilib chalib qo'ydi. Taksi haydayman. Keyin pul yig'ib, sobstvenniy Moskvich olaman. Taksichining puli ko'p bo'ladi. Senchi, hojiya? Qora qizlardan biri ikkilanibroq javob qildi. Bog'cha mudiri. To'g'ri, Sherzod iljaydi. O'zingam qahramon ona bo'lmaguncha qo'ymaysan. Senga bog'cha durust. O'le. Senchi, shoyi? Yana bir qora qiz shoira bijillab tashladi. Xo'jayinmisan? Necha pullik ishing bor? O'zing kim bo'lmoqchisan? Menmi? Sherzod o'ychan qiyofada boshini quyi soldi. Harbiy akademiyada o'qib, kosmonavt bo'lmoqchi edim. U negadir menga qarab iljaydi. Aynadim, dedi afsus nadomat bilan bosh chayqab. Endi farmaga kiraman. Uzumga bo'ying yetmagandan keyin pusassiq ekan-da. Shoira tag'in bijir-bijir qildi. Hali sizni kosmonavtlikka olamiz dedi-yu, noz qildingiz. Ko'nglingizni ko'chasidan o'rgildim. Gap bo'yim yetish-yetmasligida emas. Sherzod qovog'ini soldi. Xohlasam bemalol kosmonavt bo'lardim. Men avval farmaga kirmoqchi. Demak, men ham aptekachi bo'lishim kerak. Qora qizlar bir-biriga ma'noli qarab olishdi. O'zaro shivir-shivir qilib chiqib ketishdi. Sherzod ularning ketidan labini buribroq kulimsiragan ko'yi qarab qoldi. Sinfxonaga sukunat cho'kdi. Ochiq derazalardan tinkani quritadigan issiq shamol kirib turar. Hovlidagi qiyoq gullar isi bo'r hidiga aralashib dimoqqa urilardi. Xo'sh, o'rtoq Shomurodov, siz kim bo'lmoqchisiz? Sherzod kinoya bilan menga qaradi. Hamon partani chertib o'tirgan Qo'zivoy hiringladi. Kosmonavt bo'ladi, o'zi aytgan. Shoshilmay o'rnimdan turdim. Yonimda o'tirgan Abduvali bilagimdan ushlaganida siltab tashladim. Xo'sh, o'rtoq Rustamov, dedim Sherzodning ko'ziga chaqchayib. Agar rayonida ishlaydigan dadangiz ruxsat bersalar, apteka mudiri bo'laman. Munavvar bilan birga ishlaymiz. Mana bu malayni qo'limni
bigiz qilib Qo'ziboyni ko'rsatdim. O'zimga shofyor qilib olaman. Ishdan keyin Munavvar bilan meni uyimga olib borib qo'yadi. Sherzod bilan Qo'ziboy ham, boshqa bolalar ham angrayib qolishdi. Oraga tarang sukunat cho'kdi. Munavvar ko'nmasa-chi? Sherzod sekin-sekin yurib yaqin kela boshladi. Birinchidan, Munavvar emas, Munavvar, dedim unga ro'para bo'lib. Ikkinchidan, ko'nadi. Ko'nmasa ko'ndiramiz. Shunaqami? Sherzod qo'l ko'tarishga ulgurmadi. Qo'ziboy uchib kelib, uni qornidan quchoqlab oldi. Qarasam, bu yoqdan Abduvali mening qo'limga yopishyapti. Yigitcha gap bo'lsin, yigitcha ish qilaylik. Qo'ziboy goh Sherzodga, goh menga qarab bidilladi. Biron narsadan bas boylashinglar. Nima keragi bor janjalni? Munavvar bitta, senlar ikkita. Garovda kim yutsa, Munavvar o'shaniki bo'ladi. Tamom. U to'g'rimi degandek atrofga olazarak qaradi. Janjalga aralashmay joyida o'tirgan bolalar ma'qullab bosh silkishdi. Sherzod qo'lini siltab tortib, Qo'ziboyga o'dag'ayladi. Qanaqa garov? Menga baribir. Qo'ziboyning mitti ko'zlari quvlik bilan yondi. Sen ham o'rtog'imsan, Muzaffar ham. Qachongacha bitta qiz deb dushman bo'lib yurasanlar? Orani ochiq qilish kerak-da. Gapingni ayt. Ikki qo'llab bilagimdan ushlab olgan Abduvalni siltab Qo'ziboyga o'dag'ayladim. Nima demoqchisan? Nima derdim? Ish halol bo'lsin deyman-da. Qo'ziboy bir zum o'ylanib turdi-da, yuzi yorishdi. Bitta yo'li bor. Alvasli ko'prikdan kalla tashlash. Kim qoyil qilsa, Munavvar o'shaniki. Ana, yigitcha gap. O, yerkana. Abduvalining sap-sariq yuzi jahldan qizarib ketdi. Qo'ziboyning yoqasiga yopishdi. O'ldirmoqchimisan? Muzaffar suzishni bilmasligini bilib ataylab qilyapsan. Qoche. Qo'ziboy orqaga chekindi. Menga baribir dedim-ku, Sherzod ham o'rtog'i Muzaffar ham. Nima? Yigit kishi ham suzishni bilmaydimi? Bo'lmasa, vit etib qochsin-da yo'lni bo'shatsin. Qani endi bir ursammi xumday boshini ikki palla qilib tashlasam. Bo'pti, dedim g'azabdan titrab. Qachon? Mana bu yigitcha gap bo'ldi. Qo'ziboy Abduvaliga o'shqirdi. Nima qilasan erkaklarning ishiga aralashib? Qo'lingdan kelsa ana, Muzaffarga sekundantlik qil. Men Sherzod tomondaman. Sen nima deysan, og'ayni? Qo'ziboy Sherzodga sadoqat bilan termildi. Rozimisan? Bo'pti, gap bitta. Sherzod qo'lini cho'zdi. Yigit bo'lsang, tashla qo'lni. Mana, men ham qo'limni cho'zdim. Qachon? Ertaga soat 11:00 da. Kelmagan xotin. Abduvali qo'limga yopishdi. Ko'nma, bular kelishib olgan, dedi baqirib. Ana, Qo'ziboy iljaydi. Shunaqada erkashasiga gaplashishga kelganda kuruk tovuqday pusib qolasanlar-u, tag'in qoch. Abduvalini siltab tashlab Sherzodning kaftiga urdim. Gap bitta. Ahmoq, eshak. Abduvali alam bilan chiyladi. Bular hammasi bir bo'lib seni o'ldirmoqchi, tushundingmi? Tushundim nima-yu, tushunmadim nima. Munavvarni mana shu oliftaga berib qo'ygandan ko'ra. Kutilmaganda sinf eshigi taraqlab ochildi. Shoira ostonada turib bijir-bijir qildi. O'llaringga shu gapni Munavvar eshitsa, ikkalangni ham rosa mazax qiladi. Bor. Qo'ziboy mitti ko'zini olaytirdi. Nega shpiyonlik qilasan? Senga gapni kim qo'yibdi, kallaxum? Shoira burnini qiyshaytirib eshikni yopdi. Hammamiz yaxshilik bilan uy-uyga tarqaldik. 57-trek. Ana, 3 qadam oldinda Abduvali ketyapti. Boshini yerdan ko'tarmaydi. Xafa. Yong'oqzorga kirganimizda to'xtab qoldi. "O jinni", dedi to'satdan jazavasi tutib. "Sherzod suzishga usta. Sen o'lib ketasan. Bitta qiz deb o'lib ketasan, ahmoq." Bitta qiz? Munavvar shunchaki bitta qizmi? Menga qara, Abduvali, dedim sovuq ishonch bilan. Ertaga sen bormay qo'ya qol, o'zim boraman. Tfu, hayvon. U
papkasini salanglatganicha tez-tez yurib yong'oqzor orasiga kirib ketdi. Uyga yaqin kelib qolganimda velosiped ruliga qora xo'jalik sumkasi ilib olgan Omon uchradi. Indamay o'tib ketmoqchi edim, ro'paramga kelib to'xtadi. "Shakarga ketyapman aka. Oyim qulupnay murabbo qilarkanlar. Dadam sizni